vakillari ishtirok etmoqda. Bugungi sessiyamizda Xalq deputatlar Chirchiq kengashiga saylangan 24 nafar deputatdan 21 nafar ishtirok etmoqda. Saylangan deputatlar hisobidan quorum yetarli. Sessiyani ochish to'g'risida kimda qanday takliflar bor? Ochilsin degan taklif tushdi. Ushbu taklifni ovozga qo'yaman. Rozilar, qarshilar va betaraflar sessiyani ochiq deb e'lon qilaman. Hurmatli deputatlar, biz endi sessiya kotibini saylab olishimiz lozim. 12-nur saylov okrugidan saylangan deputat Pirimqulova Nurison Omonaliyevni sessiya kotibi etib saylash taklifini kiritaman. Boshqa takliflar bormi? Taklif qilingan nomzodga ovoz berishingizni so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Tasdiqlandi. Deputat Pirimqulova Nurison Omonaliyevni sessiya kotibi etib saylandi. Sessiya kotibidan o'z joyingizni egallashingizni so'rayman. Sessiya ish tartibini belgilab olishimiz kerak. Masalalar ko'p, shu bois vaqtdan unumli foydalanishimiz lozim. Ma'ruzalar uchun 10 minutgacha, savollar uchun 3 minutgacha, ma'lumotlar uchun 3 minutgacha vaqt ajratish tavsiya etiladi. Boshqa takliflar bormi? Tamam. 5-fevral 2026-yilda Prezident qarorini 48-sonli qarorini qo'shimcha qilib Qirg'iziston uchun hisoblanadi. Tushunaman. Rahmat. Ushbu tartibni tasdiqlasin degan deputatlar ovoz berilishini so'rayman. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Hurmatli deputatlar, sessiyaning kun tartibini tasdiqlab olishimiz kerak. Sessiya kun tartibiga qo'yilgan masalalar kiritilmoqda. Birinchisi, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi alohida tuman, shahar va mahallalarni aholini yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunaviy hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 298-sonli qarori to'g'risida. Ikkinchi masala, Chirchiq shahar yoshlar ishlari bo'limi tomonidan 2025-yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot. Uchinchisi, Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasining 2025-yil davomida tibbiyot sohasida amalga oshirilgan ishlari to'g'risida. To'rtinchisi, Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi hamda doimiy komissiyalarining 2026-yilga mo'ljallangan ish rejalarini tasdiqlash to'g'risida. Kun tartibi bo'yicha qo'shimcha takliflar hozir deputatimiz Abdullayev tomonidan kiritilgan taklif, bu demak O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 26-yil 7-fevraldagi 48-sonli qarorlari. Bu ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorning Chirchiq shahrida amalga oshirilishi belgilangan manzilli ro'yxatni sessiya kun tartibiga qo'shimcha masala sifatida kiritish taklifi bildirildi. Agar savollar va takliflar bo'lmasa, kun tartibini qabul qilish bo'yicha ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Hurmatli deputatlar, kun tartibidagi birinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 8-oktyabrdagi alohida tuman, shahar va mahallalarning aholini yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunaviy hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 298-sonli qarori to'g'risida so'z shahar hokimi Abdulazizov Murodjon To'marjonovga. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, aziz sessiya ishtirokchilari. Ruxsatinglar bilan mening muhtaram boshimizda hammalarning avvalida bor 2025-yil 8-oktyabrdagi alohida tuman, shahar va mahallalarni aholining yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanish uchun namunaviy hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi 298-sonli qarori
qabul qilingan mazkur qaror bilan, ya'ni 33 ta shahar tumanga respublika miqyosida 30 ta tuman, 3 ta shaharga yangi O'zbekiston qiyofasidagi shahar va tuman maqomi berildi. Demak, 3 ta shahar ichidan bu faqat Marg'ilon shahar, Yangiyo'l shahar va Chirchiq shahar. Yangiyo'l shahar o'tgan hisob qilsak, 2 ta bo'lib kelgan, Marg'ilon bilan Chirchiq. Vaholanki respublikada 34 ta shahar bor. Bu ham albatta mana shu Chirchiq shaharga hurmatli prezidentimiz e'tiborlaridan bir namunasidan bo'ladi. Xususiyatlar bilan mana shu yangi O'zbekiston qiyofasidagi shahar maqomi berilgani bilan birgalikda respublika byudjetidan infratuzilmani rivojlantirish uchun 100 million so'm mablag' ajratilgan. Shu mablag'ni demak biz loyihalar kesimida taqsimotlar qilib chiqqanmiz. Bir qator vazirlik idoralar va viloyat hokimligiga buni taqdimotlar o'tkazganmiz. Mahalla raislarini chaqirishimizdan sabab ham albatta shu orqali buni shahar aholisiga ham yetkazishimiz kerak. Murojaat ko'rinishida kiritilyapti. 10 ta loyihadan iborat infratuzilma loyihalar kiritilgan ro'yxatga. Menga rosa ko'rinyapti. Agar shu bo'lsa Salomatlik bo'lsin. Mana qo'yinglar, mana birinchisi umumiy loyihadan o'tamiz. Umumiy loyihadan o'tamiz. Bo'ladi. Joylashuvdan kelish kerak. Alisher boshlig'imiz. Bo'l. Mana. Bu endi har bitta 10 ta loyihani joylashgan hududi bu katta miqyosda olingan. O'tkazilgan umumiy ma'lumot mana. 10 ta loyiha haqiqatda shundan bir talab qo'yildiki, birinchi talabi buni farq shunda, hurmatli deputatlar. Bu xuddi investitsiya dasturiga o'xshab, yo maktab, yo bog'chani, yo boshqa narsani ta'mirlashga yo'naltirib bo'lmaydi. Buni qiyinchilik tarafi, loyihani o'tkazish qiyinchiligi shundan iborat bo'ldiki, har bitta loyihani ketidan albatta yaratiladigan ish o'rni, albatta byudjetga qo'shimcha soliq, yaratiladigan ish o'rinlari va tadbirkorlik subyektlariga nima o'zgarish bo'ladi degan savolga javob berishga qiynaldik. Bu investitsiya dasturi bo'lganda albatta ta'mirtalab narsani qo'yib berish u bir gap edi. Mana bu joyda bizni qiynalganimiz sababi ham talab bo'ldiki, loyihalar uzoqlashib ketmasin, bir-biriga yonma-yon bo'lsin, yaqin hududlarda joylashgan degan talab ham qo'ydik. Bu mana shuning uchun ham biz buni bir 2-3 oy albatta sizlar ham o'zinglar ham loyiha berdinglar, mahalliy idoralar ham loyiha qilib, adashmasam bir 150 dan oshiq loyihalarning ichida juda ko'p bir maslahat qilib boshqa qilib mana shu loyihalarga to'xtaldik. Albatta bu vazirlik idoralari ham borib, kambag'allik qisqartirish vazirligida bo'lgan shtabga ham himoya qilib keldik. Oxirgi mana shu manzilli ro'yxati mana shu ko'rinishga keldi. Ya'ni loyihalar kesimida man ruxsat bersanglar qisqacha to'xtalib o'taman. Demak, madaniyat mahalla hududidagi degan joy bor edi, bilasizlar, bu o'sha o'zimizni tili bilan aytganda go'rgazga tushiriladigan 10 qo'lda juda ham tashlanib oldingi harbiy qismi joy bor. Juda ham chuqur ko'ndira olmadik, biz ham boshqa qila olmadik. Mana shu joyni tanladik, 10 milliard mablag' qo'yilgan bu yerga. Faqat infrastrukturasi, ya'ni 10 milliard ish bo'ladi. 10 milliardga albatta o'sha chuqur joylarimizni to'ldirib, daraxtlar qo'yib, bilasizlar, daraxtlar bo'lmasligi uchun o'sha xiyobon ko'rinishiga keltirish va chap qo'ldagi bo'sh turgan maydonni xuddi mana Amir Temur ko'chasi qo'yilgan 2 qavatli, 3 qavatli qilib savdo va xizmat ko'rsatish obyektlariga beramiz. Shu joyimizni qo'yganimiz hisobiga bizning tadbirkorlik subyektlari ham amalga oshirib 3 gektar joyimizni qo'ydik va tengida bitta qo'shimchasi bor, 3 ta barak bor. Madaniyat mahallasi raisliklari bildirdilar. Biz rahmat o'tirdik. O'sha joyni qildikki, albatta bu xunuk bo'lib turibdi. Endi Yangi O'zbekiston qiyofasi degandan keyin u barak mahallasi bizga to'g'ri kelmaydi. Shuning uchun uni qandaydir yondashdik, bir renovatsiya dasturi asosida tadbirkorni ham topib qo'ydik. Bu alohida qaror hozir Vazirlar Mahkamasida ishlayapmiz. Ana shu joyni xalq demokratik aholini ko'ndirib, u joyni o'rniga bir zamonaviy qavat qurdik, keyin uni kelishib, qavatini tushirdik. O'sha atrofdagi do'mlar bilan shaharsozlik normalarini buzmagan holda
5-7 qavatli uy-joylar, yangi zamonaviy uy-joylar qurib beramiz deb mana shu joyni alohida katta qilib oldik. Endi bir o'q bilan ikki quyonni urish degandek, avvalambor birinchidan tartibsiz joyda ahvolga kelib qolgan, qarovsiz joyga kelib qolgan joyni mana shunaqa bir chiroyli go'zal joyga aylantirishni niyat qildik. Buning uchun o'sha davlatdan 10 milliard olingan, yo'nalishlar kesimida nimalar ishlatilishi yozilgan. Va natijada nima bo'ladi? Natijada dastlabki hisob-kitob bo'yicha demak 170 ta yangi ish o'rinlari, qo'shimcha soliq uchun 1 milliard va tashkil etilgan savdo xizmat ko'rsatish obyektlari 35 ta. Umuman tashabbuskorlik mablag'lari ko'p qavatli joyni ham qo'shgan holda 175 milliard mablag' mana shu joyga ketadi deb o'tkazdik biz. Ya'ni e'tibor beringlar, davlatda 10 milliardga infratuzilma qilganimiz hisobiga biz yana 175 milliard tadbirkorlarni mablag'ini yo'naltiramiz deb shuni taqdimot qilgandan keyin bular xuddi farqi shuda, bu juda ham hozir eshitga oson, qiyin bo'ldi, buni juda ham o'tkazish qiyin bo'ldi va oxiri baribir bizni ishontirib joylariga bejo'xonadan ishchi guruh borgandan keyin qilolsam degan albatta qilamiz. Mana shu birinchi loyihamizni o'tkazdik. Men umumiy qilib bunga hozir batafsil tushuntirdim. Keyingisiga o'zinglar e'tibor berasizlar. Demak, erishiladigan natija degan joyi eng muhim narsa bu. Bu qarorning talabi ham shu. Ya'ni bu boshqa qarorlardan farqli o'laroq 100 milliard xohlagan joyga sochib olib ishlatadigan emas. Ertaga biz mana bu erishiladigan natijaga javob beramiz. Javob beramiz ijro hokimiyati. Shuning uchun sal hududda masalalar munosib bo'ladi. Baribir jamoatchilik nazoratida birgalikda hammamiz amalga oshiramiz. Keyingi loyihasiga o'tsak, endi bu o'sha davom boyagi loyihani madaniyat davom. Keyingi loyihamiz bu o'sha yoshlik mahallasi. Yoshlik mahallasini bilasizlar, o'sha yoshlik mahallasini remont qilgan joyimiz, 2 qavatli uylarni zamonaviy mahallaga aylantirganmiz. Va bu ko'chani shu qabul qildik, ya'ni qaysi ko'cha bu hokimiyatdan tushirish, to'g'ri poyez yo'lgacha bu qismi va bu ko'chamiz bor, Navro'z to'rxonasining oldigacha adashmasam, o'sha yerda bo'sh turgan hududimiz bor. U asl to'rtburchak bilan belgilangan. Ancha yildan beri bo'sh turibdi, katta bir dvor deymiz. Dvor mana shu hududni bitta loyiha qilib tanladi. Nimaga aynan bu hudud? Sababi bu hudud 24/7 ga xizmat ko'rsatishga ancha rivojlangan, ixtisoslashgan, faqat betartib joylashgan. Noqonuniy obyektlar ham chiqib ketgan, lekin mana shu 12 deyarli 13 milliard mablag'ga mana shu ko'chani to'g'rilasak, albatta o'sha xiyoboni bilan birga bu endi hozir qo'yilgan, albatta bu loyihalar alohida loyiha ishlab chiqiladi, ko'rinishi boshqacha bo'ladi. Bu endi dastlabki bizning takliflarimiz. Shu yo'lchani tanlab olib, juda ham eng gavjum ko'cha, sababi 2 ta maktab, adashmasam 2 ta bog'cha va bu yerda dehqon bozori, bir odam gavjum bo'ladigan, yuradigan ko'chamiz. Albatta bu hisobiga ana shu yerga kechirasizlar, yurmayotgan obyektlar, o'ylaymanki bir biz o'sha iqtisodiyot moliya vaziri birinchi o'rinbosari bilan yurdik, bitta ma'qul bilan. Ularga ham ma'qul keldi. Endi bu ko'chani faqat trotuar yoki boshqa qilish emas, albatta uni o'sha nima deydi, tadbirkorlarning fasad dizayn ko'rdingiz, hammasini chiroyli bir ko'rinishga olib kelamiz. Endi ham gumba, shashlik, somsa, tandir degan narsalardan albatta voz kechamiz. Juda ham hali ishlarimiz ko'p ketdi. O'shani zamonaviy o'sha Toshkent shahrida yurgan shu Darussaviy ko'chasi yoki Shayxontohurdagi Olmazordagi ko'chalarga o'xshatib, ana shunaqa loyiha qilamiz degandan keyin bu loyihamizni o'tkazib berishdi. Erishiladigan natijalar demak pastda turibdi. O'sha sohaga tashkil etilgan ishlarni, qo'shimcha soliq, qo'shimcha tadbirkorlarning o'z mablag'lari va hokazo. Keyingisi bu Adolat mahallamizning 50 yillik ko'chamiz. Bilasizlar, Sadr Dayni ko'chasigacha bu o'zimiz 906 misoliy vazirlar mahkamasining farmoyishi bilan 4,5 milliard mablag' ajratilgan. Deyarli ishlar qisman boshlangan, yarmigacha. Hozir yana davom etyapti. Mablag'ni biz bir hafta oldin hal qildik. 2 milliard 800 mablag' o'tkazib berdik. To'xtab qolgani sababi mablag' to'xtab qoldi. Berdik, mana hozir 4,5 milliard ishlar bo'lgandan keyin O'zbekistonda oxirigacha, ya'ni o'sha Karvon bozorgacha deymiz. Karvon bozorgacha bo'lgan hududni yaxlit hududga oldik. To'laligicha, chunki bilasizlar, bu yerda qatnov ko'p. Bu ham bizning nima deydi, asosiy ko'chalarimizdan Navoiy ko'chaga parallel ko'cha bo'ladi. Mana shu ko'chani tanlab oldik. Albatta yonida ishlash hududlari ham bor. Endi hozir qarovsiz qolib ketgan, hamma paraqatchi semollagan, ochiq ham hokazo. Albatta yerda ham hali ishlar
har xil ishlarimiz juda ko'p. Yuz, chiz, to'polon, ul janjal hamma chetda. Hozircha loyihalarimiz yaxshi. Mana 8 milliard 700 plus 4,5 ga qo'shilgan bu. Qo'shsak shu 12,5 milliard bo'ladi. Mana hisob-kitob qildik. To'liq boshdan oxirigacha zamonaviy ko'cha, zamonaviy trotuar, albatta landshaft, albatta shu o'tiradigan besedkalar, skameykalar yoki bo'lmasa zamonaviy elementlar deymiz, elementlar qo'yiladi va o'sha joylarning ichiga albatta tadbirkorlar uchun shu ko'chaga mos shashlik emas, albatta boshqa o'sha qo'yadigan nima deyman, tez bo'ladigan fast food yoki kofe yoki bir shirinliklar va hokazo shunga o'xshagan zamonaviy savdo nuqtalarini chiqarib beramiz. Erishiladigan natijalari quyida yozilgan. Kelamiz. Istiqlol ko'chasi bu sizlarga bilan bizning Vasmoyimiz. Vasmoy ko'ridan tepaga chiqadi. Nega endi aynan bu joy desanglar aytaman. Sababi buni yuqorisida 167 ta katta sanoat zona quriladi. Avariyalar bor. Albatta unga kelajakda tashkil bo'ladi. Buni sko'ramiz boshqalar ko'radi, lekin bo'lishi aniq. Sababi juda ham katta mega loyiha amalga oshirilyapti. Lekin shu topdan chiqib ketsanglar, ham buni betartib, ham bu ko'chaga chiqqan pomidor ham boshqa ham ko'chaga sotilyapti. Bozor mana xudo xolisa yangilab oldik, borib ko'rdim. Xudo xolisa Navro'zga birgalikda ochamiz, Navro'z bayramiga. Juda ham zamonaviy, yopiq tipdagi o'shatdagi bir tashlandiq holga kelib qolgan bozor. O'sha mana tadbirkorlar mablag'larini byudjetdan bir so'm sarflanmagan holda zamonaviy ko'rinishga keltirilgan. Albatta shu yonidagi hamma ko'chaga chiqqan barcha bu savdogarlar hammasi bilan suhbat o'tkazilgan. Hammasini olib kelamiz, bu yerda yonimizda bog'i parkimiz bor. Hozir bilan bir ikkita tadbirkorlarimiz chiqib ketgan, chetga bo'ldi, hozir sud jarayoni ketyapti. Albatta qaytargandan keyin parkni ham joyiga keltirsak, yuqoridagi o'sha sanoat zonalari bilan birgalikda men o'ylaymanki, mana shu joyga 512 milliard mablag' hisobiga biz shu ko'chamizni ham bir chiroyli ko'rinishga keltirib olamiz. Va mana saydada 50 yillik ko'cha bilan bu ulanib ketadi. Ulanib ketadida yaxlit bir kompozitsiya bo'ladi. Ya'ni bu ko'chaga kirsangiz ham, bu ko'chaga kirsangiz ham o'sha yangi O'zbekiston qiyofasini, muhitini berib turadi. Shu maqsadda tanlangan. Sababi bu ham eng ko'p yuriladigan, eng ko'p odamlar harakat qiladigan ko'chalarimizdan bittasi. Shu navbat ketadigan yo'nalishlar belgilangan, erishiladigan natijalar ham belgilangan. Keyingi Hamza va Navro'z. Bu endi sizlar Zakovat ko'cha deymiz. Hamza Navro'z mahallalarida bu ham shu yuqorida tushib ketadigan, ya'ni bizlarning Bo'stonliq bilan bog'langan asosiy ko'chalarimiz, asosiy arteriya ko'chalarimizdan desak bo'ladi. Bunga ham biz 5 milliard 600 qo'yganmiz. O'sha chetlarini to'g'rilab, zamonaviy ko'rinishga keltirib, albatta bu yerda auksion savdolarga chiqarilgan joylarimiz ko'p. Hozir qachondir holda turibdi. Hozir ham sizlardan oldin kelishdan oldin o'sha gimnaziya va oldin soliq texnikum deymiz. Hozir auksionda turibdi. Bugun ham auksion bo'lyapti. Kecha bir tadbirkor bilan gaplashdim. Olaman chiroyli narsa qilaman, bu ham ancha yakshan bo'lgan kiraman. Hozir yana bir boshqa tadbirkor bilan gaplashib keldim. Shu paytdan foydalanib, o'sha joylarni hozir endi reklama qilamiz, keyingi auksionga chiqarsak, ketma-ket o'sha yaxshi binolar qator bo'lib quriladi. Hozir yana bir tadbirkorimiz joy bor, ko'p qavatli quraman degan. Hamza mahallani raisi bo'lsa kerak, olmagan bo'ladi mumkin. Bu ummatda bor edi, ancha tarqalolmadinglar. Bitta to'polon chiqib qurdirmadi, anchaga ham borganlar adashmasa. Men o'zim boraman, mani iloji yo'q. Uni o'ravaga albatta tadbirkorlik qurish kerak. Yangi O'zbekiston qiyofasi deganda zangi zamonaviy qurilishda bo'lishi kerak. Shu bilan shahar yangilab olamiz. Biz endi trotuarini, ko'chasini chiroyli qilib beramiz. Albatta loyiha, bordyor, landshaft, palet boshqa va hokazolar. Odamlar yuradigan. Hozir ham yuribdi, lekin noqulay. Odamlar ko'paytirib bergandan keyin albatta eng katta muhimi buni o'zi loyihasini ham loyihachi qiladi, qurilishini ham quruvchi qiladi. E'tibor tepasiga qarab tursak bo'ladi. Asosiy bizda muammo hurmatli deputat. Bu tadbirkorlar bilan ishlash. Ya'ni tadbirkorlarni bittasi yaxshi, bittasi ko'p, bittasi chiqib ketdi, bittasi kirib ketdi. Buni bo'lmaydi. Bir joyda qilib, hamma qurilmagan joylarni qurdirtirib, bunga bir zamonaviy ruh berish kerak. Ko'rinish berish. Birinchi qavatlar albatta noturar, ayni bog'cha qismi, boshqa qism, restoran qismi, o'tiradigan joy qismi zamonaviy bo'lsin. Biz shunga buni shunaqa o'tkazdikki, buni biz isbotlab berdik. Mana shu odam yurishi, boshqasi va kanal bo'yiga tushib, hali bu yoqda bu ham alohida savolda, alohida tadbirkor bor, alohida
kelajak bilan hisoblab olinyapti-da. U ulanib ketadi. Siz taraf ham yo'q mana hozir mashina zavodlari parki deymizmi? Deyarli faoliyat yuritmaydigan, ko'rdan keyin yopiladigan park. Bu joyga ham tadbirkorlar loyihalar. U endi hozir oxiriga yetmagan uchun masalaga yeta olmayapman. Lekin u yaxlit kompozitsiya bo'ladi. Bu tarafdan bu tarafdan. Bu yo'l ularga tushadi. Mana shu yo'l bilan hozir markaziy ko'chalarni, o'tadigan ko'chalarni biz qilsak, Xudoning imkonimizdan kelib ketdi. Uni juda boshqa kayfiyat bilan ozgina qilingan ishlar. Bu yerda bizlar qilgan ish emas, asosan tadbirkorlarning turgan binolari, yangi qavatgan ko'p qavatli uylar, buni hammasiga e'tibor. Albatta shuning uchun har bir tadbirkorlik kerak bo'lsa o'zini olgan gaplashib, u qurish kerak. Qurish kerak, bitirish kerak. Ularni bu yilda taqdirlatadi deydi. Mayli yangi bino bo'lsin, yangi bino bo'lsa shahar shunda yangi O'zbekiston qiyofasi bo'ladi. Siz bilan men bu yuzlarga o'rgangan O'zbekiston qilolmaymiz. Sizlarning asosiy maqsad shu yangi O'zbekiston bo'lishi uchun bir sharoit bersak, keyin bu tadbirkorlar ishlash kerak bo'ladi. Tadbirkorlar bilan birgalikda shu dizayn kod deymiz, bir xillashtirib, zamonaviylashtirib, shahar mashaqqat ko'rinishga kelish kerak. Talab shunaqa bor. Xuddi Toshkent shahrida qanday yurgan bo'lsangiz, bu yerda xuddi shu talab bor. Bu viloyatda ham bu shahardan uzoq ham ozgina sinaqa narsa yo'q. Shuning uchun hali buni birgalikda mahalla raislarni bezib chaqirman. Ularni deputatlar birgalikda ishlaymiz. Keyin bu aytiba o'rmon parkining to'g'risi, Ro'shkan to'g'risi orqasida demak shu obodonlashtirish o'tib, obodonlashtirishni balansidagi istirohat bog'i deyarli mana 2 yildan beri faoliyat yuritmayapti. Uni ham qaytarib olamiz va mana shu qizil chiziqlar bilan chizilgan hudud 1,5 gektar hudud bu IT park qurilishiga berdik. Ya'ni davlatdan 21 million mablag' evaziga hozircha 9 qavatli IT park quramiz. Nega IT park? Nima uchun IT park? Nega boshqa narsa emas? Nega savol bo'lishi? Sababi bizim Toshkent shahar tumanlaridan keyin viloyatda deyarli birinchi o'rinamiz IT eksport bo'yicha. 8 million dollar eksport qilamiz IT eksport. Bu 1 milliard dollar bo'lgan bo'lsa respublika bo'yicha Toshkent shahari ulushi ko'p. Viloyatdagi nisbatan bizda hozir mana Yashanni kelib ketishdi. Respublika IT parki direktori ham o'rinbosari ham keldi, ko'rsatdik. Buni hozir biz davlat hisobidan qilamiz deyapmiz. Hozir ular tashabbus bildiryaptiki, qiziqish bo'lgandan keyin biz o'zimiz qo'yaylik, bizga beramiz, Jahon bankining puliga qo'yaylik degan taklif ham beryapti. Hozir ko'ramiz, bugun erta hal bo'lsa, yo'q biz o'zimizga quramiz. Lekin bu himoyadan o'tgan loyiha. Buni biz himoya qilib berganmiz. Bizda 36 ta IT rezidenti bor. 36 ta IT rezidenti degan 36 ta tashkilot bor shu IT xizmat bilan ishlaydi. Bu butun shaharga sochilib ketdi. Hammasi har xil joyda ijarada, erta, betda, texnopark hududida yoki Adolat mahallasi raisining tepasida, idoraning tepasida ushlarga joylashgan. Maqsad bizda resurs bor, 8 ta oliy o'quv yurti bor, 40 mingga yaqin studentimiz bor. Til bo'yicha ham muammo yo'q, boshqa bo'yicha ham muammo yo'q. Va shu hisobiga bizda demak salohiyat potensial bor. Bu kelajak. Bu kelajak. Bitta narsa sanoatga 1000 dollar, 2000 dollar yoki sanoatga 20 ming, 30 ming, 40 ming, 200 ming dollarlar ish o'rni uchun mablag' kiritiladi-da. Lekin oyligi 1000 dollardan oshmaydi. Olmagan zavod biz ko'tarib, maksat cho'chini boshlab, qo'yib qataraman. Ko'tarmaydi. Lekin aktivga ish o'rni yaratishga mablag' kam sarflanadi. Oyligi 3 ming dollardan bari. Ya'ni mana shunaqa tahlillar bilan hisoblasak, bu IT parklari bu kelajak. Bu faqat Nurafshonda endi hozir Xitoylarga qurdirishyapti, viloyatda yo'q. Agar Xudo xohlasa bo'ladigan bo'lsa, bizda nasib mana shu loyiha. Bu yo'llar budjetdan talab. Birinchi bo'lib Toshkent viloyatida bizda bor. Hudud ham shunga moslashgan, iqlimi ham, boshqasi ham. Eng markaziy hududimiz shu hududda berilgan. Albatta, buni hokimlikdan o'tkazish ham oson bo'lmadi. Nurafshonga ham qilamiz, sizlarga ham qilamiz degandan keyin ruxsat bo'ldi bizga. Xudo xohlasa IT parkimiz bo'lsa, yana ham shu yerda hamma butun Silikoniy dolina o'ta hamma bor. Endi buni ko'ramiz, sotilish ikkinchilarga ishlatdi. Lekin biz hisob-kitob qildik, 21 milliard byudjet sarflab, qurib tayyor biznesni qilib, 31 milliardga oshundan sotib ekan buni. Bu yerda byudjet shuni o'ziga 10 milliard foyda bo'ldi. Shundoq sotib olsak ham qaytadigan pulda demoqchi. Shuning uchun biz mana shuni loyihaning asosiy loyihalaridan tayyor. Keyin bu ishonchidagi, ya'ni 25-maktabga chiqadigan ko'chamiz. Ko'chamizni ham tanlaganmiz, uni orqasida demak, o'sha burchaga boradigan tepa qismida
tashlandiq, qarovsiz holga kelib qolgan bog'. Bog' ko'rsatib juda ham ahvoli achinarli holga kelib qolgan. Lekin eng katta maktab bor, ortida ikkita bog'cha bor, orqasida 6-7 yangi ko'p qavatli uylar qurilyapti. Va bu ham 50 ko'chaga ulangan. Bu ham boygina bir bitta kompozitsiya bo'ladi. Bu ham chiqib ketadigan bo'lsa, buni hududlari bor, yonida shu kel savdoga deymiz, kel savdoga chiqarib, yengil tipdagi qilib, savdoni xizmat ko'rsatishni rivojlantirib, ana shu ko'chamizni ham zamonaviy oxiridagi bog'i bilan birlashtirasak, bu yoqda bir aylanadigan, bir landshaft qiladigan, chiroyli joy bo'ladi. Yana bir taklif bor, buni ko'ramiz. Keyingi yo'l Burchayda ko'chasi bor. Olmaga bor. Ko'cha bor. Ko'chani ham bilamiz degan. Qo'shiladigan ko'chamiz bor. Hozir men kelib ko'rdim endi. Sal bor Burchayda qisilyapti, odam yurolmayapti. Sal kengaytirib ular bersak, aylanadigan ko'cha bo'ladi. Bu tepagi vasmagi ko'chaga ulanib ketadi. Yaxlit bo'ladi va o'sha hududni o'tirgan rivojlanishiga ham hissa qo'shadi. Hozir tupikli ko'cha bo'lib qolgan. Borasiz, qaytasiz, ahvolini yaxshilaysiz. Va mana shu 12,5 million hudud kengaytirgani uchun va bog'lar bilan ishlashimiz uchun infratuzilmasiga faqat e'tibor berilib, infratuzilmani o'ziga mana shu mablag' ushlatilgan. Natijada shu boyga ketgan. Natija. Keyingi bu IT parkchi, mana IT parkimizning tendensiyasi bo'lar. 24-yillik ko'rsatkichda 20 ta bo'lgan, 25-yillik 9 oylikda 35 ta bo'lgan, 26-yillik yakunda mana IT rezidentlar 50 ta, 9 million eksport bo'lgan, hajmi 9 milliard so'm IT ish o'rni ham mana 280 ta, 26-yillik yakuni bilan 500 ta ish o'rni IT'ga bor. IT'ga hozir yoshlar ko'p qiziq qolibdi, shuning uchun ham buni qo'ydik. Bu yashil energiya 298-qarorda yo'nalishlari bor. Sanoat, qishloq xo'jaligi, xizmat va yashil iqtisod degan yo'nalish. Yashil iqtisod deganda bu ikkita sotsial ijtimoiy ob'ekt tanladik. Bu 25-maktab bilan ikkinchi bog'cha. Boyagi yo'lda ikkita chetida joylashgan, qo'ygan bo'lsak, bu loyihani. Nima bo'ladi degan savolga bu hozir alohida energiya samaradorligi agentligi bor, vazirlar mahkamasi boshqa. Ular kelib bu binoni to'laligicha energiya effektivni qilib energiya samarador qiladi. Ya'ni shu binoni devorlaridan tortib, ichigacha, ustigacha bu o'ylamang, faqat quyosh paneli bilan gekalikda bo'lib qoladi emas, yo'q. Unaqa emas, u remont qildirib, to'liq qilib, oyna rom hammamiz kelishganmiz, vazirlar mahkamasi bilan qilib beradi. Biz tashqi hududini obodonlashtirishni biz o'zimizga olamiz. Hozir buni o'quv muzeyiga qo'yamiz. 25-maktab o'zi chiroyli. Ikkinchi bog'chani tashqarisini masalada qo'yamiz. Binoni mana shunaqa yashil energiya bilan to'liq quramiz. Bu 25-maktab. Ikkinchi bog'cha bilan 25-maktab, bittasi 208 million, bunisiga 3,2 milliard mablag' qo'yilgan. Lekin yana bitta yangilik aytib qo'yaman. Hozir bu bizning 100 milliardimiz ichidan qo'yganmiz. Hozir aytishyapman, alohida vazirlar mahkamasidan qaror tayinlangan. Siz bu ikkita obyektingiz turibdi. Xudo xolasa 95% ga tayyor, faqat qo'l qo'yilishi kerak deyapti. Agar bu hujjat chiqadigan bo'lsa, bizda yana 6 milliard iqtisod bo'ladi. Boya IT parklarga raqamlashtirish, IT parkni o'zi bo'ladigan bo'lsa, bu yerda yana 21 milliard iqtisod bo'ladi. Buni ham albatta keyin sizlar bilan birgalikda boshqa loyihalarga yo'naltirishimiz mumkin. Iqtisodiy kompleks topshirib olgan alohida ularga qo'shimcha loyiha tayyorlanadi. Tushunarli. Qo'shimcha loyihalar tayyorlanadi. Asosiy tushuntiradiganlarim, aytib o'tganlarim shu 10 ta loyiha, mana 298 bo'yicha. Endi men yozib bergan narsani o'qib o'tirmadim, sizlarga oddiy jadvalda tushunarli qilib tushuntirib berdim. Mana shu loyiha mahallalarni ham, ko'chalarni ham hammasini mahalla idoralari ham tushunolgani uchun oddiyroq qilib tushuntirdim. Agar kimlardir savol bo'lsa, nimalardir taklif bo'lsa yoki boshqa fikrlar bo'lsa, men tayyorman. 12 gektar. Bu loyihamiz ham bor. Chirchiq daryosi, bu daryo kafeni pasi, Xo'jahmat Yasar mahallasiga. Bularga ko'prik turibdi. Qiziqjoyda Bo'stonliq tuman hududi bilan bog'langan ko'prik bor. Odamlar qat'iy buni alishmasdan chetda qurib bergan ishlarni izohini. Mana shu tanlangan joy 12 gektar hudud. Bu hozir orol qurilishiga o'xshab qolgan. Chirchiq daryo o'zi tabiiy holda ikkita tarafdan yo'l. Endi buni biz ko'rdik. Sababi ham yo'q suv bo'lgani uchun
chuqurlikda bo'lgan uchun havo juda ham tez qatnaydi, havo yaxshi bo'lgan uchun bu yerda Jahon bankini vakillari ham bordi. Osiyo taraqqiyot bankining vakillari, iqtisodiyot moliya vazirligining shuruqlari bordi. Asosiy 18 milliard so'mga qo'ydik. Buni mana shu 12 gektarni endi ko'ramiz, agar ruxsat bersa, daryoni bir tarafini yopib, bir tarafini bitlashtirib, daryoni bir tarafidan o'tadigan qilamiz deb, bu tarafini lo'tlarga bo'lib, zamonaviy o'sha xizmat ko'rsatadigan, ko'ngilochar dam oladigan joy qilmoqchimiz. 18 milliardga o'sha hozir hududini, joylarini, tekstil ishlarini, umuman shu obyektni yer uchastkasini auksionga tayyorlash uchun hamma ishlarni tayyorlab, keyin alohida master reja ishlab chiqib, bu yerga loyiha bo'lmaydi, bu yerga master reja bo'ladi. Fransuz kompaniyasi hozir boshlayapti, master reja qilib, o'sha qayerga nima joylashtiramiz va lotlarga bo'lgan holda, yaxlit bitta lot bilan chiqarmaymiz. Har bir hududini lotlarga bo'lgan holda, albatta auksion savdosi orqali o'sha tadbirkorlarga berib, Toshkent shahar tadbirkorlari ham ko'rgan. Endi bu ko'rinishda ish ko'p ekan, ozgina tayyor jomas ekan degan e'tiroflar bo'lgani uchun o'sha yerga mablag' qo'ydikki, ana shu mayli davlatda 18 milliard pulni tekstlab joyiga qo'yib bersak, bizga o'sha sarfiyat 48 milliard tadbirkorga mablag'lar ketadi. O'sha auksiondan sotilishi, yangi ish o'rinlari va savdo xizmat ko'rsatish xaridlari dastlabki hisob-kitob bo'yicha to'laydi. Va 2,5 milliard soliqlar to'lovlar bo'ladi. Endi yana bitta qo'shimcha loyihamiz bor edi, bu ko'prik qurilishi. Mana shu eski ko'prikning o'rnida sarfiyat qilmayotgan yo'llar bo'ldi. Alohida ko'prik, ya'ni o'sha pastga Bo'stonobodga ketadigan yo'lni Chirchiq shaharini bog'lagan ikkinchi ko'prikni loyihasi ham tayyor. Faqat bu yo'lni qo'shmadik, sababini ko'rsak, sarfiyat 70 milliard. Shu loyihani o'zi bilan tuya hozir qurib keldi. Mana shu xizmat qilamiz, mana shu o'zingizga bordilar. Ular topgan ko'prikni alohida olamiz degan loyihasi turibdi. Kelkesini to'xtatmayapmiz. Avvaliyatga yaqin bo'ladigan buyuk bo'lmasini harakat qilamiz. Rahbar bilan ko'rishamiz, boshqa bo'ladi. So'rab olamiz. Mas'ul bo'lsa, shu ko'prik agar amalga olsa, ancha pul mana shu ko'prik sektor deymiz, hop. Rivojlanishi juda katta turibdi. Driver bo'ladi. Hamma o'shadan odam kelganlikda rivojlanish bo'ladi deb ko'rasiz. Ana shu o'tish qaytish hamma shu platinadagi ko'prikga bormay, mana shu ko'prikga borsak, yonidagi 12 gektar narxi ham tilangan bo'ladi. Hozir ikkalasi parallel ketmoqda, lekin bunga qo'shmadik, sabab mablag' yeb qo'ymasligi uchun. Boshqa dasturlar bilan hozir bajaramiz deb takliflarni tekshirishga berdik. Loyihasi tayyor, ikki qatorga hozir qilingan. Endi taklif berishyapti, kelajakda to'rt qatorga kengaytirish sharti bilan qilib ketamiz. Hozir mana ikki qator, keyin mashinani deb patrulga qarab yana ikki qator ko'rsak bo'ladi. Sababi endi 4-5% litr bank ichiladi. Uni hisob-kitobi bor, logistikada 5-15% arzon bo'ladi. Agarda hududlarda hisoblangan 10 mingta qatnov bu tarafdan Yakshanba, 30 mingta qatnov, o'sha hamma qatnov mashalan va 35 kilometrga aylanib o'tish xarajatlari kamayadi agar mana shu ko'prikimiz qurilsa. Bu ham endi katta loyiha bo'ladi, nasib hozir harakatamiz mana shu loyihani amalga oshiramiz. Lekin hozir mana shu 12 gektarlik joyni o'zini loyiha qilib o'tirib qo'yib, chetdan kichkinagina garaj deymiz, kichkina turizm shaharchasini o'xshatgan takliflarimiz. Asosan shu marhamat savol bo'lsin. Endi savollar bor. Savolda shunday qanaqa takliflar yo'q? Marhamat. Yaxshi hozir ko'rdik. O'tgan safar viloyat hokimi kelganlarida buni ko'rsatganda, biz ancha deputatlar bilan shaxsan men taklif bergandikki, bu uchastkalarda nima qilishimiz kerak? Shaharda bor joylarni o'sha ko'proq obod qilsak, misol uchun film parki, kimik parklarni, turistik parklarni obod qilib qo'ysak degan taklif ketgandik. Ba'zi shu proyektlar qoldi. Agar hozir men hisoblab chiqdim, butun 10 ta proyekt ichi 175 ta yangi savdo va xizmat ko'rsatish shoxobchalarini tashkil etiladi. Bizlar shaharda obodlantiramizmi yo o'sha bu do'konda kimniki bo'ladi? Tadbirkorlarniki bo'ladimi yo bular nima shaharniki bo'ladimi? Yo'q, yo'q, tadbirkorniki.
Buni biza bo'lmasa bu joylarni kimni balansiga o'tkazib beramiz? Obodonchiligiga qarash, bizlar endi boya aytadiku, Gorkiy olib bor deganda mana bu yerda sohilda qildik. Biz ham bu yerda 2 milliard xarajat qildik. Mana kim biron u ham 2 milliard, hamma korxona xarajat nima qildi, xarajatdan qildi. Hozirgi kunda tashlanib bo'lyapti. Endi bizda ertaga kim garantiya beradi? Mana hozir 10 milliard, 100 milliard pulni boyaga ajratganimizda mana 175 ta yangi savdo qo'yamiz, 7 milliard uni atrofini obodonlashtirishga xarajat qilamiz. 100 milliardni shunday hozir ertaga kim garantiya beradi? Mana xuddi mana shunaqa bo'lib, bu sohil ham shunaqa bo'lib qoladi. Yoki boshqa hozir qurayotgan parkimiz ham shu ahvolga kelib qoladi. Mana biz markaziy ko'chani qildikki o'shanda. Svetlar qo'ydik, fonarlar qo'ydik, hamma shu ahvolga kelib qoldi. Nimaga degan eng asosiy pritsina hech kim balansiga uni o'tkazib bermaydi. Kimdir uni qarash kerak, kimdir tartibga keltirish kerak. Ertaga qo'ygan tadbirkor aytadi, "Men bu joyda oldimda o'zimga choyxona qildim, bo'ldi, men choyxonaga javob beraman." Qolganiga kim javob beradi? Kimni balansiga o'tkazib bersa, yo'qmi, misol uchun obodonlashtirish bo'lsa, obodonlashtirish. Mana yana bir marta qaytaman, obodonlashtirish qabul qildi-da, hatto kameralarga ham chiqarib berdik, boshqasini qilib berdik, lekin shu ahvol hozirgi ahvol bo'lib qoldi. Shuning uchun biz o'shanga taklif qildik. Mana misol uchun shaharda bir joyga amfiteatrimiz yo'q, tadbir o'tkazishga. Yangi yilda ham xafa bo'lmasinlar, Dvoris oldida o'tkazamiz. Navro'zda ham shekil o'tkazamiz, boshqa nimalar. Nimaga misol uchun o'sha kimbronni o'sha o'zimizda o'sha parkda ichida boyagi nimalarni amfiteatr qurib tadbir o'tkazamiz. Yoki kinoteatr o'sha oldingi eski kinoteatrlar bor, o'shalarni восстановить qilishga, qaytadan tiklab odamlar keladigan. O'zi aytadi, bozor bilan mozor joyini ko'chirib bo'lmaydi. Hozir bu yerda biz qilamiz, u yerda manimcha hech kim dam oladigan joy emas, u yerda bor. Shuning uchun foizga javob bersam, hisoblaysiz. Endi bunisi kanal bo'lmaganlarni hammasini ko'targanmiz. Balansi bo'lmaganligi oxirgisi yetmagan. Biron bir hujjat, biron bir zavoddan topa olmadik. O'shanda urur bilan qilingan, ko'targan, mana ancha ichiga kirdi. Ichini olmay, to'g'ri. Mana biz yoshlik mahalani ham qildik. Hozir borib tushib qarasak, bitta bordi, bo'ldi ham ketdi. Sababi nima? Sababi egasini kesimini topdi, kamerasini qo'ydi. Bu yoqqa kamera qo'yilgan, to'g'ri. Mana yana qaytadan 600 millionga kamera qo'yib berdim. Biron bir Qarshi shahar bilan. Biron obodoni 70 ta xotin ko'chaga chiqqanidi, bu birinchidan. Ikkinchidan buncha joyni oladi. Kim parkga keladigan bo'lsa, kim parkni maksimum chirchiqni balansida bu tarmoq korxonasi hisoblanadi, budjet mablag'ini shart bo'lmaydi. Teatr masalasi bo'yicha yetadigan bo'lsa, endi topshiriq bo'lgan hukumat prezident kimyo sanoatdan, uzaqda sanoatdan keldi, pul berish bo'yicha topshiriq bo'lgan, shu joylarni, xususan mana joylarni ham qo'ydik, bor aktiv parkni qo'ygan. Ular ham keldi, yo'lda mana maksimum chirchiqda turpaqsa bo'ladi, boshqa bo'ladi. Shu bilan qurildi. Men to'g'ri aytyapsiz, amfiteatr yo'q. Mana maksimum chirchiq hududiga hatman chiqishga e'tiroz bor. Lekin men boshida aytdim, e'tibor bergan bo'lsangiz, unaqa sotsial obyektlarga ruxsat bo'lmadi bo'lishlari. Bo'lmasa ham bittadan uni chaqqa qo'yib qo'yarlar, menga ham yaxshi. Boyaga aytganmiz, 175 ta 100% auksionga chiqarib tadbirkorlik. Bu pul shunday berildiki, sen buni ishlatib ketib, men bergan 100 milliard, 200 milliard qaytarib berdi. Menga budjet 200 milliard qaytsin, shunday olasan. Muassasa qilayotgan loyihalar bu kerak, to'g'ri, lekin ijtimoiy loyiha. U uni anglashasi bo'lmaydi. Uni anglashasi bo'lmaydi. Shuni o'zida boyib savolga javob. Ben boshqa shu narsani aytdim. Agar tadbirkorlik subyektlar tashkil etilmasa, unga pul qo'ymaydi. Lekin endi sarjizanasini to'g'ri aytasiz. Umumiy foydalanadigan joylarni albatta bu safar ta'minlashtirib, Qarshi shahriga ular endi obodonga 387 ta soliq qaror chiqdi. Budjetdan unga ishlab berilmadi. Bu masala respublikaga ko'tarildi. Faqat turli xizmat joyini ochib berishdi. Turli xizmat qilib, xohlagancha ishlab olsin. Va bir 10 ga yaqin yo'nalishlarni belgilab berdi. Ya'ni ana shunaqa joylar ko'chada egasi davlat kelgan qaror bilan, qonun qarori bilan biz hammasini obodonlashtirishni beramiz, kadastr qilib. Bu obodonlashtirish o'zi ijaraga berib, u eskasini o'tgan, yer maydoni, boshqa narsani hammasini qilib o'zini maxsus hisoblarga tushirib, o'shani hisobiga ishlab olib, keyin shu joylarni qarish mumkin. Faqat shu bilan yana buni aytmoqchimanki, bundan buyog'i obodonlashtirish butun respublikaning muammosi edi, budjetdan ishlab berilmaydi. Fakat uni ham tadbirkorlikka qarab burildi, obodonlashtirish. Mana xizmat ko'rsatsin, shartnomasi, pul olsin, ishlab olsin. Oyligini ham o'zi ko'taradi. Turli xizmat, zangat obodon ish bo'lgan bo'lsa, obodonga shu vakolat berdi.
Xohlagan borib uzr bo'lib to'g'ridan to'g'ri ijtimoiy tashkilotga to'g'ridan to'g'ri shartnoma qilishga ruxsat berdi. Ya'ni bu tender qilib o'tirmaydi, hozir tender qiladi, usulga talab emas. Avvalambor to'g'ridan to'g'ri shartnoma qilib, aqam bemalol usulga boshqasini olib chiqib, shuni hisobiga pul olsin. Endi siz aytayotgan joylarni egasiga berish kerak, lekin u egasini o'zining imkoniyatini o'zi qilolmaydi. Lekin albatta buni endi yechim mana shu obodonlashishning iloji yo'q. Bizning kecha taqdimot tayyorlab, buni yo'nalishga bo'yicha o'zini mustaqil oyoqda turadigan tashkilotga aylantirishimiz kerak. Alohida gulini ekishni bilishtirib, milliardlar gul olib, tashkil bo'lgan, 1 milliard 260 million. Lekin o'sha o'zini bo'lganda Samarqand shahar bo'lishi. O'sha gulni biz olmasdik. Hozir bir talab qilib, yarim gektar joyda kamida o'ziga o'sha issiqxona qilib, gulni ko'chatini yetishtirdi. Yo'qasiz, bu ko'ryapsiz, bu hozir hamma narsa tadbirkorlikda. Mana bolalar uchun chiroyli zamin bo'lsa, bayramdan ushlab o'tsa. Bundan bilan yo'nalish berilmaydi. Haqiqatga maksat chiqishini aholi bilan, oilaviy sharoitni bilan. U ularni emas. U tarmoq korxonasi emas. Uning uchun mana balansga olishimiz. Ammo obodonga beriladi. U bizga qadamlash bilan. Bu joylarni endi kinozallar bo'lgan, uni ham xususiylashtirib hozir o'zbekning bu narsa to'g'rilab qo'ydi. Buni qanaqa bo'ladimi? Mana kinozal mana Ro'shanishi 2 kinoteatr ochiladi. Buni ham tadbirkor ochadi. Ko'rsak bo'ladi. Bu yog'iga o'rtoqlar hammasi tadbirkor. Ya'ni shunaqa boshliq bo'ladiki, o'zingizdan yig'ishib o'tirganmiz. Birdan ishlagan. Prosta olib ishlatib olish hamma qo'ldan keladi. Nechun? Bu tadbirkor. Yo'q. Buni faqat tadbirkor men bergan pul tursin, tursin, qaytsin. Soliq ko'rishda qaytsin, boshqa ko'rishda qaytsin, ishlovni ko'rishda qaytsin, baho qilsin. Haj kiritilgan investitsiyaga ishlovni ko'rish kerak. Sanoat hajmi oshmasa, kirgan investitsiya umuman foydasi bo'lmaydi degan masala bu. Shu savolingizga shu, lekin o'ylaymanki, sadajani qilamiz. Endi bu ko'chalarda endi yurganda ham ko'ryapsiz. Bu ko'chani faqat obodonlashsiz sidirgan bilan bu ahvolda bo'lmaydi. Erta yoz bo'ladi, cho'lgan ham ketadi. Suvi bo'ladi, boshqasi bo'ladi, guli bo'ladi. Angrenga o'sha rayhon ekamiz, boshqa ekamiz. Avval ko'chadan ko'p siz aytgan narsa kerak, uni albatta rejada bor, xudo qolsa bir so'rab olamiz. Shu taklif viloyat hokimi vaqtida bo'lganlarida biz taklif berdik. Obodonlashtirish, shaharga qaraydigan odamlarni anaqasini oshib ko'paytirish. Soni 70 ta odam shaharga yo'l oldi. O'zingizlar masalan subbotnik yoki tozalash falonchi ko'chaga nechta odamsa 200 ta odam bitta ko'cha. To'g'rimi? Albatta butun shaharda 70 ta. To'g'ri, hozir yangi anaqalar bo'ladi, obodonlashtirish, ularga anaqalar berishingiz mumkin, tadbirkorlar qaraydi, lekin shaharni xo'jayini o'sha anaqa bo'lishi kerak. Obodonlashtirish, o'shani boshlig'i, strukturasi, texnika bo'lishi kerak. Shtati ham bo'lishi kerak. Mana shu taklifni bermoqchi. Shuni qanaqadir yo'lini topib himoya qilib olish kerak. Yo harakat qildik man aniq eng katta rahbariyatni shuni kallarni chiqarib undan o'zi galarimiz qilib nima bo'lsa arasida ham javob berdi. 100% bilaman yetmasligini dedi. Bitta sizda emasdi. Butun respublika shunaqa bo'ldi. Lekin endi mana shu faqat shu qaror chiqdi. Qarorni muhokamasidan ham ko'tardim. Kelib ko'ringlar, nega Angrenga 550 ta, mana 250 ta, faqat ko'chada 70 ta. Hammasini hisoblasa 800 ta. Bu yo'q, to'g'ri, tamom. Bilamiz, mana shuncha pasport beradi bobo. 30 ta odam yetmaydi-da. Yetmaydi, byudjetdan xizmat. Endi bizga nimalardir yo'nalishlarni to'lashda pulli xizmat. Endi mana o'zimizga ruxsat berdi, oldi. Pulli xizmat tushirdi, ko'paytirdi. Olsa 100 ta, oyligini topolsa, olsa 200 ta oldi. Lekin oyligini o'zing top. Byudjetdan emas. Shu yo'llarni qidirishimiz kerak unda, qanaqadir yo'llar. Biz takliflarni qo'yamiz, Chunki hozir mana anaqalar proyektlar bo'lgandan keyin chiroyli bo'ladi. Ozgina vaqt o'tgandan keyin odamlar anaqasi achinish anaqalar kelib qoladi. Hozirdan harakatni qilishimiz kerak. Harakatini qilib, biza oldin ham ko'tarilib, taqdimot qilamiz. Tushirgan pulimizdan taxminan 100 oyni olib
qancha tushadi va qanchasini biz qila olamiz, qancha ishlab qola olamiz. Massivan shahar imkoniyatidan foydalanganda qancha ola olamiz. Shu savolga javob bermoqchiman. Endi hamma joyga berolmaymiz, to'g'rimi? Kelinlik beradigan joyimizda tushiradigan hisobli necha ishlab olamiz. Taxminan 2 million shuni oylik. Bundan ko'taramiz. Shunga qarab keyin yana bir harakat qilamiz. Lekin men rosa harakat qildim. Chiqmagan joylar qoladi. Shtatda olishdan tashqari ham o'ylashimiz kerak. O'zimizni shaharda budjet puldan qanaqadir sharoit yaratish kerak. Rag'batlantirib bosh shtatga ajratolmaymiz. Mavjud shtatdagi oylik kamlari vakansiyasi bor. Adashmasa 25 ta mana hisoblagandik, 30 ga vakansiya bor. Oylik kamlik uchun keyin. Yoki bir oy keladi, bir oy keladi. 1,5 million oylik. Ko'pincha o'ylash kerak. Chunki masalan, ozgina rag'batlantirish ham hal qilmaydi ish. Uni biz hozir mana olimlarga tayyorlab hisob o'taylik. Xudoimizga tayyorlab taqdimot obodalashtirib. Bitta muddatga ko'tarib biz o'zimiz ichkanligini ko'rib olaylik, keyin sizlarni muhokamaga qo'yamiz. Lekin shu plus minus joylarni muhokama qilamiz. Odamlar tashqari o'sha texnikasi va hokazo hammasini moddiy texnika. Ha, bu ham bor, o'sha texnikasi ham bor. Boyga rahmat ko'rib chiqish taklif qilamiz. Yes, rahmat. Ilhom Sadiq boyga pakla bo'yicha ularimiz hozir hammasini yig'ilishi bo'yicha davlat xususiy sherikchilik faqat parkdan tashqarisini turistik park, boshqaruv park hammasi davlat xususiy sherikchilikka o'sha investorlar ham tayyor, olaman degan ham tayyor. Hozir hujjatlashtirish jarayonida iqtisodiyot moliya vazirligining saytiga qo'yilgan. Egasi bilan deyapman. Muomalamiz e'lonman. Davlat xususiy sherikchilik tadbirkorga beriladi. Kelishgan. Va obodon bilan o'tkazadi. Endi bu 70 dollardan shaharga bo'ladi. Hammasini tadbirkor qilamiz. Marhamat endi. ko'prik loyihasini hozir burada eshitgandek 10 mingta moshina kuniga patok kamiyati bitdi. Harakatlanadi dedi. Endi baribir ko'pchiligi Bo'stonliq ko'chasiga qaytish bo'ladi. Usmonov ko'p Ahmad Yasay mahallalarida shuni oltirman degan mavjudda. Shu loyihalarni ham qo'shish kerakmi deb taklif qilmoqchi edim. Ya bu yog'i kengayadi yo'q. Kengayadimi? Ha, kengayadi. Kengayadi. Men endi aytganim bu ko'prikdan o'tadiman. Yakshanba G'azalga yo'nalish umidda Bangladesh Bo'stonliqda 30 mingta mashina harakatlanar ekan. Bu yoqda Gaidan boshqadan olgan ma'lumotlarimizga asosan hisob-kitob qildik. Demak, shuncha mashina o'tsa ko'prikda bu yoqqa tezroq o'tadi. Mashina o'tgandan ham taraflar rivojlanadigan mazmun. Uni bir aniq qilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Deputatlar, fursatdan foydalanib, yana o'sha gapimda mana hududimizda oldingi obodonlashda, sug'orishda bir qandaydir taklif etmoqchi edim. Hech qancha vaqt o'tmay yashil makon bo'ladi. Mana o'tgan yili 400 ta ekdik. Qaqshab turib qoldi. Binomizda oldi. O'shani qandaydir bir taklif etmoqchi edimki, sug'orishini qilib bersa, yaqinda men o'zim qilardim. Obodonlashtirardim. Menga faqat sug'orishdan yordam kerak. Chunki nimadan tashqari men mablag' ishlatolmayman. Yashil makonda ekib o'sha yerda chiroyli bir nashav qilardi. Shu obodonlashda yoki bir sug'orishda amaliy yordam bersalaring yoki bir taklif qilsam nima bilmayman, fursatdan foydalaning. Yo'q, uni endi mantirik panelidan o'tgan havzamiz bizga yoqdi. Tashrifda ancha rasxod bo'ldi. Ko'p o'yinni turmadi, endi hozir mana yoqdik. Xudo xohlasa yopsak va birinchi shu oylikka ham chiqadi. Xudo xohlasa. Bu mablag'ga borib taqaladigan masalalar, baribir mablag'ga borib taqaladi. Men kimlarga aytsam ham keyin mablag'ni keyin to'layveramiz. Hozir men asosiy tarif tugatib uni pulini bizga berdik deb sizga o'tkazamiz. Hozir men asosiy ko'chalarni yakunlaylik. Bormi savollar bormi? Taklif bor, prezentatsiya qilingan mahallalarni shu ishlab qilinadigan ishlarni sog'liqda shu yilga boshlanadi, birinchi martadan ishlamasa. Shular fuqarolarni tayyorlashimizdan bir taklifimiz bor. Shu hudud deputatlardan mahalla raislardan sekin prezentatsiyalarni shu har bir mahallasidan olib fuqarolarga yetkazsak edi. Bilasizlar, tajribadan o'tgan holda yetti bir joyda traktor o'rash boshlasa, hamma fuqarolar shu bo'yicha boradi, do'kon qilish boshlaydi, men changiyotgan hayotda odamlar shuni sekin-sekin ongiga tushuntirib borishimiz kerak degan taklifni tayyorlashimiz kerak fuqaroga. Emasligi faqat tushadi, prezidentimiz
tashabbuslarimizdan va hokimiyatni mashg'ulini loyihani tuzashni fikrini aniqlab tushuntirib, fuqarolarda qayerda nima qilayotganini bir tushuntirish ishlarini olib borishimiz taklifli mahallalarda. To'g'ri, o'shuning murojaat qilmoqda. Shu odamlar bizlar aholi bizlar vaziyatni chaqirdik, boshqa qildik. Deputatlarni o'zini hududlari bo'yicha qo'shiladigan bo'lsa, uni ustuni mayli har kuni taqdimot bo'ldirib, yozaman, ko'p yuzga oladigan. Aytamiz, to'g'ri, e'tirozi bo'ladi, endi buzib quriladi-da endi. Buzmasdan qanaqa quramiz endi? Chunki mana yoshlikdan ko'rdik, qanaqa buzib qildik-da. Chiroyli bo'lish uchun buzmasdan qilamiz, hamma qaraqqa chiqib ketgan. Olagan joyini egalladik, olagan joyini betonlashtirib tashladik. Hech kim hech narsa demagan o'sha payt. Endi og'ir bo'lyapti ekan, og'ir bo'lyapti. Bayonot zalda tushunman shu paytda kanal bo'ldi, man kelganimda mana har kuni o'tiraman. Bu yerda bir effektni ishlash kerak. Hozir mana Madrid misolida keldi o'sha kuni. Ya'ni aytaman, shu iqtisod moliya vaziri birinchi o'rinbosar biz yurdik shu kanal bo'yida. Loyihalarni berdi, bitta egalari yo'q-da. Sal egalari yo'q, sal kamera yo'q. Toshkent shahrida ham ko'p ko'chalarda odamlar yuradi, lekin unaqa emasmi? Shular biz bajarmaydi, shulardan maqmaydi. Suga chiqib yotamiz. Men o'ylaymanki, o'sha paytda shunaqa bo'lgan, lekin hozir mana shu yoshligim sozib bo'laman. Har 3 kunda bildirmasdan hozir tushib kelaman. Mahalla yarasiga, boshqasiga. Hozircha bitta qo'ldan ketmadi. Qonunga sal o'zgaryapti deb o'ylayman. Men o'zim yillik faoliyatimni ham tahlil qilib boraman-da. Mana 24 qilgan ko'chamiz bor, boshqa ko'chaga kirib ko'raman. Sal madaniyatga bor. Boshqa ilojimiz yo'q. Odamlarni o'zini sal o'rgatmasak, u ustida umtoqorovi 20 ta obodonlashtirish biriktirgan bilan 8 ta kamera qo'ygan bilan vaziyat yechilmaydi. Mana uchun sekin hamma yo'l chiroyli bo'lib go'zal bo'lib borsa, odamlarimiz o'zi ham sal o'rganib saqlash kerak boshqaga. Endi faqat shu kanal bo'yi bo'lgan, to'g'ri, afsus, mana shu kanallarni boshqacha tasavvurda bo'ldi, boshqacha bo'ldi. Uni ham ishlaymiz. Hozir shu ham yo'q bo'lyapti, hozir shu qilmasa shu 100 milliarddan boshqa qilib berib Shuni hisobiga shu ko'cha bilan qolib ketadi deb. Men farqi borku. Siz aytgan narsalarni bermadi. Biz ham edi, latok qo'ydik, ariq qo'ydik. Suvni oqsin degan masalani ham qo'yib chiqardik. Bu ishni yaratib tadbirkorlik bo'lmaydigan masala bu. Shuning uchun mashq bo'lish kerak. Shuni takliflar boshqalar bo'lsa. Savol. Iltimos endi Bojakan joy sizdan ham, hamma deputatlardan ham Bog'oda o'sha bo'shab qolsa ozgina pul birlik mahallasidan qo'yilgan loyiha bor edi, eslasangiz. Zayatlariga ham shundan qildik kelganlar. Yana o'sha kanal bo'yi, salomatlik yo'liga, turistik yo'lga deb qo'ydik. Tadbirkorlik qilishga anaqalar bo'sh, lufti konstruksiyalar shunaqa. Agar pul bo'shab qolsa Bog'oda keyingi loyihalarga shunday. Buni men sizga aytdim, bu innovatsiya loyihasida kanal bo'yi bilan ishlaydi. Quriladigan durni avval durlarni to'g'rilash kerak endi bitta. Xuddi mana hozir Ilhom Zaytov ishlayotgandek joy so'rayapsiz. Lekin orqasida prostransiya hudud bo'lmasa, siz 12 metr qochirishingiz kerak suvda. Ruxsat bo'lib bermadi suvga. 9 metrga ruxsat berdi. 9 metrdan uzoqlikda bo'lish kerak. Undan uyoq o'tmay, o'zlaringiz toshli shahar ichida uchun yaqinlashmasin tadbirkorga. Tushunasizmi? 9 metrga alohida hujjatga ruxsat berdi. Hozir 15 metrdan 12 metrgacha muhofaza qilamiz. Tasavvur qiling, kesoqingiz 12 metr ichkarida. Bu yerda beton bo'ladi, yana shuni davom bo'ladi. Endi kim bor? Endi to'g'ri, Xivaga o'xshab boshqa bo'yicha suv pecharni olsangiz, bu boshqa. Sevimli bo'yicha borsangiz, bu boshqa. Shuning uchun hozir biz buni yaxlit qilib, bu joyga qo'shmaganimiz sababi 4 marta qildik. 4 ta loyiha. Qaytib. Eng yaxshisi o'sha birlikni o'sha uyni loyihalar tayyor etsin. Renovatsiyaga berganmiz qarorda. O'sha kanal bo'yi bilan birga ishlayotgan. Da keyin qolgan joyni biz sizga o'sha aytganingizdek 2 qavatli dizayn bo'lib chiroyli qilib auksion qo'ygan. Endi orqasini ishlab olish kerak. O'sha bo'lgan joylar o'sha joyda ishlab olish kerak. Orqa bir ahvol ko'p, oldi ekan bor aka. Qiladigan ish ko'p. Shahar tuzgan. Rahmat. Aka deputatlarniki, mahalla raislarniki. So'z ham deputatlar Chirchiq shahar kengashi mahalliy byudjet tadbirkorni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalalar bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahmud Zaki bo'ldi.
Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, seksiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining mahalliy byudjet, tadbirkorlikni rivojlantirish va iqtisodiy islohotlar masalasi bo'yicha doimiy komissiyasi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 8-oktyabrdagi PQ 298 sonli alohida tuman va shahar va mahallalarni aholini yashashi, tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori yuzasidan shahar hokimi Abdurahimovning murojaati ko'rib chiqildi hamda sizlarga tarqatilgan qaror loyihasi ishlab chiqildi. Komissiya muhokamalari jarayonida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 25 yil 8-oktyabrdagi alohida tuman, shahar va mahallalarni aholini yashashi va tadbirkorlik faoliyati bilan shug'ullanishi uchun namunali hududga aylantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi PQ 298 qarori talablari inobatga olindi. Yuqoridagilarga asosan doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos, iqtisodiy jihatdan asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlab berishingizni so'raydi. Rahmat. Savollar, fikrlar. Agar savollar, fikrlar bo'lmasa, mazkur qaror bo'yicha ovoz berish jarayoniga o'tsak, rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilindi. Kun tartibidagi ikkinchi masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Chirchiq shahar yoshlar ishlari bo'limi tomonidan 2025 yil davomida amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobot. So'z Chirchiq shahar yoshlar ishlari bo'limi rahbari Nuriddin Mirzayevga. Marhamat. Bizga savollar yo'q. Sizga iltimos bo'lardi, joriy selektor ham bor, shunga biza deputatlar kengashiga tashlangan, berilgan, sizni hisobotingiz berilgan, ko'rilgan, o'z so'zlaringiz bilan agar yana nima fikrlar, nima kamchilik yoki nima yordam muammolarni aytib o'tsangiz. Assalomu alaykum, Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Hisob bersanglar, qisqacha 2025 yil 12 oy davomida yoshlarga amalga oshirilgan ishlar yuzasidan hisobotni berib o'tiraman. 2025 yilda Chirchiq shahrida 39 ta mahalla hududida umumiy 29.075 nafar yoshlar xatlovdan o'tkazildi va ular 3 toifaga ajratildi. Birinchi yashil toifa, ya'ni 19.885 nafar, sariq toifa 8.778 nafar, hamda qizil toifa 412 nafarga yetkazildi. Kechirasiz, hammamiz tanishib chiqdik hisobot. Savolga o'tsak. Muhokamasiga o'tsak. Bo'ladi. Marhamat, agar savollarni tanishgan bo'lsanglar, savol bersanglar, taklif va savollar bor. Yoshlar bo'yicha. Bormi? Marhamat. Hisobotda ko'rib chiqdik, nima qilib. Yoshlar bilan olib borilgan ishlar to'g'risida boshqarmalar hammasi olib borilgan, lekin shunga qaramasdan o'tgan yilga nisbatan kam bo'lsa ham 76 jinoyat sodir bo'lgan. Bu jinoyatlar. Keyin hozirgi vaqtda mana yoshlar maktab o'quvchilari orasidagi erta tug'ruq, mana 3 ta qizimiz hozir nima bu erta tug'ruq bo'lib o'tyapti. Bu ham mana yoshlar tomonidan olib borayotgan ishlari uncha yaxshi olib borilayotganini ko'rsatdi. Endi bitta faqat yoshlar bilan yoshlar emas, hammamiz jamoatchilik bilan yoshlar bilan ishlashimiz kerak. Shu taklif bor. Mana 3 avlod uchrashuvlarini o'tkazamiz. Shu 3 avlod uchrashuvlarida yoshlarimiz, xotin-qizlarimiz hammasi birgalashib o'tkazish kerak-da, shu o'tkazishga qatnashish kerak. 3 avlod uchrashuv deganini ma'nosi ham shu, 3 ta avlodga. Kechani prezidentimiz selektorda aytdilar-ku, shu oxirgi 10 yilda bo'layotgan ishlarni biz xalqqa tushuntirishimiz kerak. Mana hurmatli prezident shuni aytdilar, keyin hokimimiz ham shu aytdilar, Chirchiqda oxirgi vaqtda qancha o'zgarishlar bo'lyapti. Shularni aholiga, ayniqsa yoshlarga mana shu kunlar, shukrona kunlarimizni yetkazib borishimiz kerak. Ko'chada yoshlarning tarbiyasiga nuroniylarni jalb etib, hozir har bitta haligi profilaktik hisobda turgan nuroniylarga, yoshlarga nuroniylarni biriktirdik. Bundan tashqari hozir 1+10 boshqa nimalarimiz bor, lekin qog'ozda bo'lib qolyapti-da. Amalda
amalda ishlatishimiz kerak shu narsalarni. Shu tomonlariga bir yoshlar bilan nuroniylar, xotin-qizlar birgalikda, xotin-qizlar masalan birgalikda mahalladagi yettilikdan birgalikda ishlashimiz kerak yoshlar. Nuroniylarni faqat tashabbus qilishdi. 2022 bir plus 10 loyihasida, ya'ni bir nuroniyga 10 nafar yosh mas'ul qamoqimiz bor edi. Bu safar nuroniylarimiz 10 nafar emas, 20 nafar yoshlarni olishdi. Juda xursand qiladi bizlarni ham. Shu qatorda undan tashqari 132 nafar ishsiz hamda 149 nafar og'ir toifadagi yoshlarimiz bor. Bunga ham huquq-tartibot organlariga biriktirildi va nuroniylarga ham qo'shimcha biriktirildi. Harakat qilamiz, xudo xohlasa. To'g'ri, 76 ta jinoyatimiz kamaygan o'tgan nisbatan, lekin bu ham bitta bo'lsa ham ko'p yoshlar o'rtasida harakat qilamiz oldinlashishga. Rahmat. Savollar bormi? Tushuntirib bersangiz, sariq toifadagi qilmishlar yoshlar 474 nafar migratsiyaga ketgan, 693 nafar norasmiy bandlar, 2046 nafar ishlash istagi yo'qlar diyor. Uni ishga qo'ydi ekan, qo'ygansiz, bola parvarishda qo'ygansiz, abituriyentni qo'ygansiz. Abituriyentdan ishlash istagi yo'qlarga kiradi. Bizning yoshlar balanslash 3 toifaga ajratilgan kategoriyamiz. Ya'ni yashil, sariq, qizil. Sariq toifaga haqiqatan uy bekasi, abituriyentlar kiradi. Chunki hali bankga ta'minlanmagan bu yosh. Tushunaman, sariqqa kiritgansizda, lekin siz bilan ishlash istagi yo'qlar deb. Balkim jumla noto'g'ri ketgan bo'lishi mumkin, lekin u ishsiz emas, lekin bankga ham ta'minlanmagan. O'rtada turibdi, risk guruhida. Shuning uchun sariq toifaga kiradi. Jumlani to'g'rilab yozish kerak. Chunki kengashga beryapsiz, siz buni har kuni bitta ko'rib chiqyapti. Shunga savollar tug'iladi. Yana bitta savol bor. Mana og'ir toifaga kiruvchi yoshlar 192, bu bo'yicha qancha ishlar qilingan va hamma hisobotlarda hammasi ko'rsatilgan. Bunisiga yaxshi tushunarli rahmat. Lekin solishtirmang. 24-yilda nechta edi? 24-yilda 315 edi. Kamaygan. Kamayib ketyapti bo'lmasa. 24-315 da, 25 da 192 da, 26 da 132 da. Lekin shuni demak kamayish bor. Faqat shuning ichida amaliyotsiz 300 nechta dedingiz? 24-yilda 315 da. 192 taning ichida o'sha 315 da. To есть bu yilgimi yoki yani bir yildan o'tmaydi, ya'ni yo'q. Chunki demak o'sha yil davomida muammosi, masalasi yechilgan. Og'ir toifadan chiqdi shu. Rahmat. Savollar bormi? Og'ir toifadagi yoshlar emas, bu ishsiz yoshlar. Ishsiz, atamasi og'ir deyiladi shunga. Ishsiz, 26 ishsiz va og'ir toifadagi ishsiz. 149. Alohida. Ota-ona qo'lida ham ishsiz yoshlarimiz. Ishsiz, bu og'ir toifa emas, bu ishsiz. To'g'rimi? 149 ham og'ir toifa. 25-yilda nechta bo'lgan og'ir toifa? 315 ta bo'lgan. Ishsiz nechta? Ya, ishsiz bunaqa bo'lganda, hozir yangitta bo'lgan ichida. Yo'q, atamasi o'zgarib ketdi hozir bizda. O'tgan yil ishsizlar deb og'ir toifa deb bilardi, qisqa toifa deyiladi. Bitta bo'lganda o'tgan yilda 412 ta o'tdi. O'sha 412 ta shunaqa. Ikkiga ajratdik. Ikkiga ajratdik. Ma'lum istagi yo'qlarga endi to'g'ri abituriyent o'zi yuridik ishlashi mumkin. Uch yo'q keladi. Yo'q, rekruterga boradi. Rekruterga boradi. Rekruter ishlash bu abituriyent, studentlar bor. Abituriyentimiz kirmoqchi bo'ladi. Endi o'sha bo'ladi. Yo'q, bo'ladi. Ular lekin hozir izga tayyorlab bo'lish uchun ishlamaydi. Maktablarga kirolmagan. Bir yil tayyorlab yana bormi? Savollar yo'qmi? Rahmat. So'z Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Ravshan G'afurov. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan
amalga oshirgan ishlar yuzasidan yoshlar ishlari bo'limi rahbari yuqoridagilarni apellyatsiya doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga mos va asoslangan deb aytiladi. Shu qaror loyihasi tasdiqlab berishimizni so'raymiz. Rahmat. Boshqa savollar, takliflar, fikrlar bo'lmasa, mazkur qaror bo'yicha ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar. Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat. Qaror qabul qilinadi. Kun tartibidagi 3-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasining 2025-yil davomida tibbiyot sohasida amalga oshirgan ishlar to'g'risida. So'z Chirchiq shahar tibbiyot birlashmasi rahbari Abbos Qodimov. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Bajarilgan ishlar to'g'risida ma'lumot bersam. Uzr, xo'p, sizlarga bularni ham hisobotlari ko'rib chiqilgan, tanishib chiqqansizda doimiy komissiyada agar sizlar muhokama bo'lib, yo o'zingizda qo'shimcha fikrlar bo'lsa, savollar bormi, takliflar? Savollar bo'lmasa, ma'lumot uchun doimiy komissiyada ko'rib chiqdik-da, bularni hisobotlarda bitta masalamizni taklifni kiritdik, kengashga ma'lumotlar tahlil raqamlari lekin ko'rsatilmagan. Uni bularga biz keyingi hisobotlarda taklif tarzida berdik. Chunki hozir mana yoshlar bo'yicha aytganimizdek dinamika, rostmi, kamayganmi, o'sha qaysi kasalliklar va qaysi masalalarda o'sish va kamayish, shu masalalarni kiritib o'tish taklifini berdik va qo'shimcha hisobotingizda onkologiya bo'yicha aytilgan, lekin endi doktor isitmasin, hech kim kasal bo'lmasin. Onkologiya bo'yicha kasallanish darajasi Chirchiq shahrida va uni tahlili qisman sizda bor. Tez uni hisobotingizda biz bitta taklif kiritamiz. Agar o'xshasa qila olsak, buni albatta hokimiyat kengash birgalikda onkologiya mana qachondir bo'limi bo'lgan. To'g'rimi? Oqovoda bo'ladi. Hozir shuni bir mana qilindi-ku, hozir mana o'zimizning doimiy komissiya takliflarini aytishdi. Mana Ablasmiy raddomida faqat shaxslarning shahar bo'limlarida bo'lim, to'liq bo'limi ochildi. Xuddi shunga o'xshab Chirchiq shahrida hajabda regionalniy qilib mana 5-6 rayonda bitta qilib regional onkologiya bo'limini ochish, tashkillashtirish masalalarini ko'tarsak bo'ladimi? Shu bilan shug'ullansak. Chunki endi bu kasallik to'g'ri yomon, hech kim boshiga solmasin. Regionalniy bo'lsa, manimcha shu yerda e'tibor bo'ladi, оборудование keladi va hokazo. Shunaqa taklif qilib bizlarga opsiyada shuni qo'shimcha qilib, bular hisobotingizdan bersaydi, shu taklif qilsak. Bu bo'yicha hech qanday boshqarmagan va respublika darajada bo'ladigan narsa. Dolzarb masala. Lekin qilsa bo'ladi. ishlaydi, viloyat bilan ishlaydi. Ularga bo'lasiz, mazlum qanotlarimiz anlamaydi. Hozir o'zingizdan chiqib ketadi. Bo'ladi deyapsiz. Bo'lish uchun chiqmagan sonatlar takliflardan chiqqan. To'g'ri qonun ochish. Misol uchun ishlar, bu boshqa narsa, bu narsa bordi. Uni isbotlab, asoslab berish kerak. Buni olish uchun man ishlar taklifini maqsad qilmoqda. Iltimos bo'ladi, shu qarorlarga shu ishlar, viloyat bilan, respublika bilan ishlar. Keyin taklifini aytsak, bizga muhokama qilsak. Bunda rejadagi bolalar bo'limi ochish bor. Joy tayyorlab qo'ydik, keyin neyrotrauma tayyorladik. Balkim aprelga yetishgan o'zingiz yordamimiz bilan bo'lgan. Sachetli travma degan
qo'shma jarrohlik qilib o'sha Bo'stonliga qilib rejalashyapti anaqa bilan o'z shoshilinch qilib lekin ungacha bolalar bo'lmaydi. Bunaqa hisobotni yozadigan odam yetmaydi. Bir ham sal qolgan chiqsin-da. Tushuntiradigan turda jarlar bering. To'g'ri, bu qaror tuzatiladi. Xalqlar sizning yo'nalishingiz aniq, siz band emassiz. Balki sodda narsalarni yozing. Savol bergan yangiliklarni bildiringizga. Hozir manga qolsa, lekin yo'q, ma'nosida yo'q shu. Xalq bilsin qahramonlar. O'sha narsalarni biz qilingan ishlarni eding, o'zgalarga solishtirib eding, talabalar bilan hisobotni siz yangilar yangilik yapolmaysiz. Ana narsani to'g'rilash kerak. Tipovoy o'sha kimdir yozgan 100 yillarni raqam yangilab beraverasiz. O'zidan boshqa mana ko'rib chiqing, savol berishgan qilmadi. Solishtirib ishorat qiling. Tahlil qilib sirchilik qaysi kasallik turi bo'yicha kasallar ko'p bo'lib ketadi. Qaysi kasallik turiga e'tibor berishimiz kerak. Jinoyatchilikni solishtiramiz. Yo'lashlar bu bosh ketdi, tushib ketdi. Ana buni hozir onkologiya tushaydi, yurak qon tomir kasalliklari avjiga olib turib. O'sha narsalarni tahlil qilib keyin sabab tahlil qilib o'zgartirib, o'qib, keyin man tajribasini man ko'rib beraman. Takliflarni beraman, analitik sifatida. Keyin ofisga mas'ul imoq bo'ladi. Qiziqarliroq bo'ladi, sizga muhokama qilamiz. Ben bir olayım. Yok, yok bu şahane. Bir mazlum. Adil var. Makul mu? Детский онкология bölümü hatta şimdi. Onkologiya emas, bolalar bölümü. Şey, onu kastım. Savolda bor? Marhamat. Anda bir savol borda. Sizlarda birinchi yordam bo'limi bor-ku, o'sha yerda shaxsan o'zimda shu bo'ldi, shanba oddiy ish kuni emas paytda перевязкаga murojaat qilinyapti-da. Bir nechtadir больной перевязка qilmasdan yo'q, biz sizlar перевязка qilmaymiz deb chiqarib yuborishdi. Shaxsan shular qatorida men ham bordim, meni ham chiqarib yuborishdi. Yaxshi, bu oldingi go'rbanitsa erta qabul qildi. Nimaga bizlar o'zimiznikilar shaharimiz uchun qilmaydi? Shuni anaqasi yo'qmi? Vrachlar qabul qilmayapti. Erta nechta o'z ko'zim bilan ko'rdim, nechta odam yig'lagan odam chiqib ketyapti. Ahvoli bir qiyin, og'irda, sizni vrachingiz chiqib, yo'q, mumkin перевязка qilmaymiz deydi. Nima sababdan? Oddiy kun bo'lsa, shanba oddiy, например, baribir odamzod anaqadan nima deydi? Qilish kerak перевязкani har kuni. Shanba oddiy degan narsa bor. Ekstremlikda bo'lishi kerak-ku, qilmayapti-yu shu ekstremlik. Men shaxsan o'zim murojaat qildim. Shuni nazoratga olamiz, lekin bizda bu yerda deyarli poliklinikalarda ham bor, xirurg ham, travmatolog ham, lekin hamma poliklinikani bemorlari ham, даже pediatrga boradigan bemorlar hamma statsionarga keladi. O'tda anaqasi yo'q, ish ketmayapti, shu oilayapti, bu yerda mana bunaqa. O'shani anaqasida bo'lishi anaqasi. Yo'q, poliklinika kuni ishlamaydi, допустим, oddiy kuni yoki mana bayram kuni, no перевязка buyurilgan. Shuni tartib intizom bo'yicha savol bor. O'sha kelgan kasalliklarga munosabat. Tashkil platniga ham anaqa yo'qdi. Bayno yig'lab chiqib ketyapti. Xavfsizku baribir. Tем более mana shu rayonning deputatiman, boshqaman yaxshi tanishmaydi. No o'zimga shunaqa muomala bo'lgandan keyin boshqalarga qanaqa перевязка. Mana shu joyga qo'shimcha qilib ketmoqchiman. Bu narsa haqiqatan ko'p shikoyat tushadi. Chunki shoshilinch enerji o'sha nimasi birinchi yordam ko'rsa, o'sha shovuni qo'yadi. Birinchi yordam ko'rsatgandan keyin kasalga yotqizish kerak bo'lsa yotqizadi-da, o'zini perevязкani davom ettiradi. Agar yotishga muhtoj bo'lmasa, uni o'sha ambulator sharoitda davolanishinglar kerak deb aytiladi. O'shaning uchun endi oddiy kunlari poliklinikalarda ish rejimi yo'qligi uchun o'sha kasallar yana qaytadan murojaat qilishga majbur bo'ladi. Bu paytda haqiqatan ekstremlikda o'zi bu o'sha o'ta повторный qanaqa qilish kerak emas. O'shaning uchun endi yechimini topish uchun
manimcha qanaqadir dejurniy tashkil qilishimiz kerak, чтобы odam ovora bo'lmasligi uchun. Qaysidir poliklinikada, sentralniy poliklinikadami bir oddiy kuniga bo'lsa ham bir ekstremal tashqari bitta xirurgni jalb qilib, masalan, hozir ustamala to'lash 136-qaror bo'yicha mumkin. O'shaning uchun o'sha qarorga asoslab turib, bitta hamshira bilan bitta xirurgga qo'ysak bo'ladi, taklif kiritsak bo'ladi. Ekstremniy shunda bezovta bo'lmaydi, faqat shoshilinchlar bilan ishlayveradi-da. Повторный перевязкаlar, boshqasi mana ajok bo'ladi, kuchni ushlagan bo'ladi, yirtilgan hammasini keyin o'sha sentralniy poliklinika ko'p tarmoqliga tashrif etsa bo'ladi shu narsa. Lekin yo'q o'zi, tizimda yo'q. Shtati ham, nimasi ham yo'q. Oddiy kunlarda. Shanba kuni ishlaydi lekin. Faqat oddiy to'g'risa gap ketadi. Xuddi mana bizda endi musulmonchilik, mana odam vafot etsa, o'lim spravkalariga mana hozir qo'shimcha dejurniy uvash doktorlarni qo'yib qo'yganmiz, чтобы oddiy bo'lsa ham, endi bizda ushlab turilmaydi-ku. Uni vaqtida ko'mish uchun o'sha spravkasini yozib berish uchun uvash doktorlarni qo'yib qo'yilgan. Bu yerda dejurniy turadi, o'sha yerda poliklinikada oddiy kun bo'lsa ham uvash doktori kelib, o'sha yerda kerak paytda spravkani yozib berishga tashkil qilingan. 136 bilan oldin to'lov mumkin emas edi, hozir shu 136 to'lash mumkin. Shuning uchun xirurgga qo'ysak, menimcha shu yechimi topiladi. Yechimi bo'ladi. Savol bor. Endi mana Chirchida o'zi katta bo'lganmiz, shunga diski bolalar asabiy murojaat qilganmiz partiyaga poliklinikaga. Biron bir marta Toshkentga borib, adana sog'ishib kelgan gap bo'lgandi. To'g'ri, ko'pchilik mana qo'llab deb o'ylayman. Bugungi kunda mana saylovchilarga kelib tushayotgan mana qara. Mablag' yo'q, imkoniyat yo'q deydi. Bolalarni olsam yosh bolalar, 3 yosh, 5 yosh. O Toshkentning yonida bir qanaqadir laboratoriya bor. O'sha yerdan borib, zaключение olib kelyapti-da. Ko'p yo'nalishlar, platniy. Неужели Chirchida shu 5 ta 10 ta laboratoriya tashkil qilish imkoniyati? Buni albatta tashkil qilish kerak. Hokimlar mana sizlarning imkonsiz qoladi. Juda bu noqulayliklar. Xuddi shu kuni men sizga kamingizda ham savol berdim. Shu ximiya qilish to'g'rimi? Rak kasallari ko'payib ketgan. Qiyin oilalar, o'sha yerda 1,5 million, 2 millionga bor badani soqchiladi, yana ximiyaga qatnaydi. Bizda shu ekologik buzilganligi sababli masalan, zavodlar qullanaqaligi uchun bizda tashkil qilingan shu loyihalarga o'tgan. Yopilib ketdi. Biz oldingi savolda ham ko'p chiqdik. Senatlarga boshlayapti, baribir boshqa adovchilar ekan, yo'lda olib ketishdi. Lekin bugungi kunda mana bolalar masalasi laboratoriyada, o'sha onkologik kasallarda juda qiyinchilik bo'ldi. Shular bir qandaydir решениесini qabul qilish kerak. Har safar shaharga boradilar, nima kerak bu? Bu Abdason sentr bo'lsa bizda. Masalan, banitsamiz, mana Kalagivskiy mana butun Abdason hisoblanadi. Biz shaharga ham o'tib obusga borib, yana shaharning qanaqadir частный klinikaga borib, noqulay marshrutli joyga-da. Ha, vaqt ketadi, ham mablag' ketadi, imkoniyat yo'q o'zi. Shuning alohida e'tiborga olishni iltimos qiladi. Rahmat. Bu bo'yicha o'zi sentralizovan laboratoriya qiladigan choralar ko'rilyapti. Hozir misol uchun hamma poliklinikada bo'lgan hisobiga hozir bitta sentralizovan qo'yadi, yo'li faqat sbor krayi bo'ladi. Qabul qiladi, bitta joydan chiqadi. Hozir yangi program bo'yicha mana hozir shu hamma topshirilgani, shu topshirgan bemor telefoniga ham tushadi, yuborgan shifokorga ham tushadi. Bu bor, bu rejada bor, xolasi bo'ladi. Sessiya qatnashuvchilari Murodjon Komendant, Maqsud Saidaliyev onkologiya to'g'risida ko'p savollar ko'tarildi. Men qo'shimcha qilmoqchi edim. O'sha qisqartirishlar o'zi 2007-yilda boshlangandi. Chunki bilaman o'shada sotsial va shu ijtimoiy sohalar juda ham katta naqaga uchradi. В том числе и служба, masalan, Bo'shli 100 yildan beri ishlaganimga maniki bo'lib ketdi. Tuberkulyoz и onkologiya. Nimagadir mana shu sotsiальный службаларga juda ham внимание kam bo'ldi o'sha payt. Endi то, что мы упустили, очень трудно сейчас восстановить. Ekonomist bilan gaplashganimda aytdiki, mana aholi soniga qarab endi ko'paytirishimiz mumkin. Mana perepis bo'ldi, ko'ramiz. 174 bo'lib qolaveramizmi yoki masalan 300 bo'ldikmi? Chunki o'zimiz ham ko'ryapmiz odam ko'payganini. Mashinalar ko'payganini qarang, odam soni ko'payganini. Men masalan ishonmayman, что у нас 175 тысяч. Murodjon Komendant. Bu oddiy bir odamlar masalan. Bunun oldida hali bor, shoirlik kelganlar. Ko'ryapsiz masalan?
Masalan, 300 ming aholi bo'lsa, xo'sh, minировкалар 2 barobar ko'payadi, murojaat qiladi. И мы сможем качественно оказывать помощь, не будет жалоб, да, Аббас Ильясович. А когда вот так оказывают, один врач сидит, конечно, будут жалобы, murojaat qiladi. И bizani ham хороший штат будет у нас. И экономистов надо трясти, Аббас Ильясович. Кыберсон. 300 mingga Кыберсон штат. Shu men qo'shimcha raqam shu. Savollar boshqa? So'z xalq deputatlar shahar kengashi ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Ravshan Galpur. Kengashining ijtimoiy soha, yoshlar siyosati, madaniyat va sport masalalari bo'yicha doimiy komissiya tomonidan shahar tibbiyot birlashmasi tomonidan 2025-yil davomida bajarilgan ishlar to'g'risida hisobot yuzasidan hisobot ko'rib chiqildi. Yuqoridagilarga asosan doimiy komissiya mazkur qaror loyihasini qonunchilik talablariga asoslangan deb hisoblaydi va ushbu qaror loyihasini tasdiqlashni so'raydi. Rahmat. Bitta qo'shimchada xulosaga. Xo'p, sizlar hurmatli deputatlar, hozirgi aytilgan takliflar, mana 136 bo'yicha Bahodirga aytilgan qo'shimcha mana aytilgan masalalar hammasini deputatlarimiz tomonidan bildirilgan takliflar, qo'shimchalarni ham inobatga olib kiritsildi. Shular bo'yicha keyin siz o'z takliflaringizni bersangiz, birgalikda uni ko'rib chiqsak. Savollar, fikrlar bo'lmasa, qaror bo'yicha ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Kun tartibi 4-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi hamda doimiy komissiyalarining 2026-yilga mo'ljallangan ish rejalarini tasdiqlash to'g'risida. Hurmatli deputatlar, O'zbekiston Respublikasining Oliy Majlisi Senati kengashining 2024-yil 21-oktyabrdagi 835-son hamda 2024-yil 31-oktyabrdagi 846-son qarorlari ijrosini ta'minlash maqsadida Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi hamda doimiy komissiyalarining 2026-yilga mo'ljallangan ish rejasi ishlab chiqilgan hamda sizlarga Telegram grupda tashlab berildi. Hamma ko'rib chiqdi. Muhokamaga o'tsak, kimda qanaqa taklif va savollar bor, qo'shimcha, o'zgartirishlar kiritish bo'yicha ish rejasi bormi? Tanishib chiqqansizlar? Yo'qmi takliflar? So'z Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiya raisi Mahamajon Qurbonov. Marhamat. Shu masalani ko'rib chiqishdi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining 24-yil O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senatining mahalliy hokimiyat vakillari faoliyatini kuchaytirishga ko'maklashuvchi komissiyaning 2026-yil 22 sonli xatiga asosan xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashi kotibiyatidan Nurxo'ja va Hamdodiyevaning xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 2026-yilga mo'ljallangan ish rejasini tasdiqlash to'g'risidagi axborotlar korrupsiyaga qarshi kurashish, davlat organlarida ochiqlikni ta'minlash va huquqiy masalalar bo'yicha doimiy komissiyaning 2026-yil 2-fevraldagi yig'ilishida qo'yilgan batafsil muhokama qilindi. Belgilangan axborot asosida kengash qaror loyihasi tayyorlanib, kengash kotibiyatiga taqdim etildi. Kengash qaror loyihasi O'zbekiston Respublikasining amaliy qonunchilik hujjatlari, O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Senati kengashining 25-28 yanvardagi 25-sonlik qarori va qonunchilik hujjatlari asosida ishlab chiqilgan. Doimiy komissiya a'zolari ishlab chiqilgan qaror loyihasini tasdiqlab berish maqsadida deb hisoblaydi. Rahmat. Savollar, fikrlar
bo'lmasa mazkur qaror uchun ovoz berish jarayoniga o'tsak, rozilar, qarshilar yo'q, betaraflar yo'q, qaror qabul qilindi. Rahmat. Faqat bitta qo'shimcha iltimos bo'lardi, hurmatli deputatlar. Shu hozirgi tasdiqlangan qarorimiz bo'yicha kengash mudoim komissiyalarning ish rejasi bo'yicha yaxshilarini ko'rib chiqsanglar, tanishib chiqsanglar, chunki 2026 yil davomida shu ish rejamiz, shu bo'yicha har birimizga belgilangan topshiriq bor, ijrosi bor, nazorati bor va muddatlari bor. Hozir shuni narsalarga juda ham qattiq e'tibor qaralyapti. Shu jumladan hozir hokimimiz murojaatnomalarida ham aytib o'tilgan loyihalar, hozir 5-masalada ham yana loyiha bor. Bu masala ko'tarilganda ham tashabbus, ham jamoat tashabbus, jamoatchilik tashabbus, ham jamoatchilik nazorati degan narsa bor. Har birimiz hatto loyihaga befarq bo'lmaydik. O'sha saylangan okrugimizda amalga oshirilayotgan ishlar bo'yicha har bitta fuqaroga, aholiga, hammasiga yetkazib tushuntirdik. Shunda o'zinglarni ham obro'yinglar oshadi, o'zinglarni ham xalq taniydi. Mana hozirgi 10 ta loyiha tayyor, mablag'i ham u kichik deputat shunchadan qilib bersin yo qatdan topib kelsin homiy deyilyapti. Tayyor mablag'i faqat o'sha olib borilayotgan jarayonlarni xalqqa yetkazish va birgalikda o'shani ijrosi bo'yicha tashabbus qilish. Rahmat. Kun tartibidagi 5-masalani ko'rib chiqishga o'tamiz. Bu deputatimiz Alisher Abdullayev tomonidan kiritilgan qo'shimcha masala so'z O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 7-fevraldagi 48-sonli ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni Chirchiq shahrida amalga oshirilishi belgilangan manzilli ro'yxati va bu bo'yicha Chirchiq shahar qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi bo'limi vazifasini vaqtincha bajaruvchisi Sardor Samatov. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Bizda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026 yil 7-fevraldagi 8-sonli ko'pkvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorni ijrosini ta'minlash maqsadida deputatlar kengashi qurilish kommunal sohasini kengashi raisi Abdullayev Ajaka bilan hamkorlikda raislar ishtirokida o'rgandik. O'rganishlar avvalda 2 ta mahallada, 3-Kichiknohiyada joylashgan Tinchlik va Kamolot mahallalarida, shu mahallalarda joylashgan 75 ta ko'p qavatli uylarni 23 ta dvorga bo'lib, o'sha bizga ajratilgan 9 milliard 849 million 340 ming so'mga nisbatan dastur shakllantirildi, taklif shakllantirildi. Ushbu shakllantirilgan dasturda 8 milliard 119 million so'm evaziga 23 ta bolalar maydonchasi, 75 ta ko'p qavatli uylarning jami 4156 pagonli metr irrigatsiya tarmoqlarini yangilash hamda 4400 metr kvadrat beton qoplamali yo'llarni tashkil qilish uchun mablag' yetarli ko'zda tutilgan hozirgi kunda va bundan tashqari aynan ushbu qarorning 7 va 8 yil oralig'ida keltirilgan yashil bog'larni tashkil qilish bo'yicha ham mablag' ajratilishi ko'zda tutilgan, lekin hali mablag'i aniq emas. Mablag'ni shahar tumanlarning o'zida o'sha tashkil qilingan komissiyalar bilan hamkorlikda hisob-kitobi olib borilib, taklifi berilsin degan topshiriq berilgan edi. Shu topshiriqqa asosan o'sha ikkita hududdagi tanlab olingan 75 ta ko'p qavatli uyni atrofida o'sha yashil bog'larni tashkil qilish bo'yicha ham o'rganish amalga oshirdik. Bu o'rganishda jami 3205 ta manzarali va mevali ko'chatlar ekilishi rejalashtirildi.
hamda ushbu hududdagi yashil bog'larni sug'orish tizimi ham ko'zda tutilgan mablag'da qaratildi. Bu mablag' hozirgi kunda bizning taxminiy hisob-kitobimiz bor. Bu 3 milliard 798 million so'm mablag' rejalashtirilgan. Hozirgi kunda ushbu mablag'larning ajratilishida hozir taklif tayyorlandi. Taklif kengash tomonidan ko'rib chiqildi, komissiya tomonidan. O'sha komissiyaga Arshaka o'zlari joyiga borib, hududni ko'rib, murojaat qilgan o'zlari ham bo'lgan hududlarni olib ko'rsatdik. Taklifimiz shundan iborat. Qisqacha tushuntirib, 48 soat qaror chiqdi, xabarga ko'ra ko'p vaqtlar rivojlantirish bo'yicha. Bu yerda o'zining tegishli ilovalari bilan Angren shaharga 14 milliard, bizga 9 milliard 700 mablag' ajratildi. Ikkita mahallani tanlash vazifasi qo'yildi. Albatta, bu yerda dollar sonidan ham chiqish kerak, kichkina dollar ko'p harakat qildik. Nega aynan tinchlik va kamollar mahallalari deganlik? Sababi bu yerda bilasizlar, o'sha birinchidan eng og'ir hudud bo'lgan. Bizda o'sha ma'naviyat yog'ini qurilgan, sababini bilasizlar, qanaqa joy bo'lgani avval. Mana hozir mablag' hisobiga pod'ezd, tashqi toiletlar hammasi remont qilingan. Bu tarafiga ham biz hozir polis qurolli iqtisodiy farmoyish bilan salkam 1 milliard 500 lik to'rtinchi nohil tarafga ham dvorlariga bolalar maydonchalarini qilganmiz. Endi bu mablag'ni bu yoqqa yo'naltirish uchun mana shu ikkita mahallani to'laligicha to'liq qilaylik. Butun atogi boshqasi namunaviy bo'lsin. Oxiriga yetsin shu ikkita mahallada, keyin biz uni boshlab qo'ydik. Hozir uni boshqalari ham cho'zildi-da, to'g'ri, Ahmad Yasarga 15 ta rum bor, o'tgan kerak. Lekin bu faqat o'zining yo'lagi bor. Yo'lak do'ngi mumkin emas. Yo'lakka, irrigatsiya tarmog'iga va bolalar maydonchasi 3 ta yo'nalish kerak. Uyog'am, bu ham hamma chala bo'lib qolyapti, lekin biron bir kelsa, biron bir odam kelsa, xuddi yoshlikka o'xshab kompleksga yondashib, bizning mana shu Kamolot bilan Tinchlik mahallasini to'laligicha bir namunaviy hududga aylantirish. Bu endi o'zi kelib qoldi, 9 milliardga mana shu loyiha qo'ygan aql bilan yondashish bo'lsa bo'ladi. Ondan tashqari endi bular yashil bog' degani ham bor, 3 milliard 700 hisoblashgan, dastlab hisob. Eng katta yangilik bilasizlar, demak ichimlik suvlarini sug'orishga ruxsat berdi. Shu ish asosida oldindan bo'lgan masalaga oldin bizda nega tarif qilardi, ruxsat yo'q. Hozir nega daraxtlarni so'rib qoladi, ruxsat yo'q. Hozir ruxsat berildi, berilmalar hamma ichimlik suvlarini 24 soat sug'orish. Albatta hisoblanish bo'lgan holda. Oldin shunga ham ruxsat yo'q. Bu bizga katta yangilik bo'ldi. Bu juda ham katta, ayniqsa bu qo'ygan ichida daraxtlarni mahallaga tegishli yetkazib qo'yib, saqlab qolish imkoniyati oshdi. Bemalol foydalanib, sug'orish tizimini, ichimlik suvlarini sug'orish mumkin. O'sha shu faqat hisoblanish bo'lgan holda. Oldin ruxsat yo'q edi. Shuning uchun demak o'tirgan ahvol. O'sha joylarni tanlaganimiz o'sha hududda bir namunaviy hududga aylantirdik. Sababi oila maskani hozir bizda boshqaruvchi kompaniyasini zamonaviy binosini ham o'sha joyga qurishga harakat qilamiz. Ochiq hudud bor. Shu namunaviy mahalla, namunaviy hududga aylantirsak, shu maqsadda shu ikkita hudud tanlangan. Endi boshqa hududga yo'naltiradigan bo'lsak, ularning ichidan ko'p qavatli uylar tayyor emas. Ko'p qavatli uylarga yana mablag' kerak. Uni irrigatsiyasi bilan desibulatsiya bilan lato qilib qo'ygan bilan uy bir ahvol bo'lsa, bu tekimlikni olib ko'rsatamiz. O'rta biz salkam 67% chiqdi bo'ldik biz. Kamollar tinchlik mahalla. Mana shu bilan 100% to'liq chiqamiz-da. Lekin kimdir borsa, kimdir bo'lsa, to'liq bitirsak, shu nuqtai nazardan shu mahallani biz taklifini bergan ijro qilgan sifatida. Deputat sifatida buni hozir bo'lganimiz bilan ya'ni qo'shimcha qilsam, aynan ikkita hudud tanlab olganimizni Ro'zg'or o'zlari masalan taklif berdilar. Bundan tashqari PQ48 ni qolgan ilovasida va PQ100 chiqqanida o'tgan yil 2025-yilda ushbu ko'p qavatli uylarda, ya'ni issiqlik energiyasi bilan ta'minlash va energiya samaradorligini oshirish masalasida Chirchiq shahrida loyiha ishlab chiqilgan, Jahon banki tomonidan mablag' ajratilishida 2027-yilda aynan ushbu hududdagi ko'p qavatli uylarni energiya samaradorligini oshirish masalasida bazal qoplama bilan qoplash rejasi bor.
hamda kirish yo'laklarini ham mukammal ta'minlashdan chiqaradi, akvarimlari qaytadan o'rnatiladi. Shu sababli ushbu hudud ma'qul taklif tayyorlanadi. Tabii 100 songa qarordan shu hududda tanilgan. Aynan shu hudud bu yerda tinchlik kamolot mahallalari, Yulduz, Lola o'sha hozirgi kimyogar mahallasi sababi erkak yubileyni bozorxonasiga ulangan bu loyiha o'zinglar yaxshi bilasizlar, Jahon bankidan ajratilgan mablag' asosida ishlar amalga oshirilgan. Bu dasturning davomi hisoblanadi. Biz hududni obodonlashtirishni ta'minlasak, bu mablag' bilan keyingi yilda xudo xohlasa bu bazalt qoplamalarni qoplashda ham aholini o'zinglar ko'ryapsizlar, keyin o'sha 3-Qishloqda Yoshlik mahallasida Kamolot mahallasini binolari ham ta'minlanadi. Xuddi Tinchlik mahallasida qilinayotgan bazalt fasadda qolgan uylar ham bazalt bilan qoplanadi. Tushunarli rahmat. Savollar bormi? Marhamat. Taklif bor edi. Hududlarni obodonlashtirish ishlari boshlanayotganda parallelni MSBlar masalasini ham ko'tarsak, ular ko'pchiligi tadbirkorlarga tegishli, qaysidir bir zanget obodonga tegishli, shular bilan koordinatsiya qilib, hududlardagi shu tinchlik kamolot mahalasidagini monitoring qilib, hammasini ularni ham zamonaviy tartibga keltirish bo'yichadir. Konteynerlarni joy-joyiga qo'yish, ularda video kameralar bo'lishi kerak shartlari. Obodonlashtirishga endi to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qiladigan narsadir. Shu MSP masalasini ham ko'tarib, kim unga mas'ul bo'lsa, shular bilan parallel ravishda ish olib borish taklifidir. Shuni ko'rib chiqsak. To'g'ri, juda to'g'ri bilan qo'shish. O'zbekiston ishleri bazar aktivite bo'lgan atrof bozorlarni MSP bilan e'tibordan chiqargan, ular zamonaviy egalari bilan topib gaplashish kerak. Shu bo'lsa boshqa egalarga topib berish. Zamonaviy bo'lish kerak. Mahallaga kelganda hamma narsa zamonaviy. Ya'ni O'zbekiston. Buni yo'lga buni ham taklifim beramiz. Yana savollar bor? Bolalar maydonchasini qurish degan joy ham borda. Mana ancha rahmat hokimimizga Yadoji topsani qurdik. 52-dom, 8-dom bolalar ishib o'ynayapti. Shuni hisobda mayli tinchlik bilan kamolot kirdi. Boshqa bir bundan ham zarur mahallalarimiz bor, bolalar maydonchasi. Shuni qilsa bo'ladi. Eng zarur joylar bor, murojaat qilyapti misol uchun. Yo'q, umuman yo'q. 5-6 mahallani bizda bor shuni bolalar. Men uni hozir chiqib mahalla degan, uni jarayonda ishlaymiz. Agar biz qilgan misolga 23 ta qo'ygan, 23 tadan ortiq qoladigan bo'lsa, yo'naltirishni bir xat bilan fishka bilan bir harakat qilamiz. Uni bular xat qilmoqda. Hozir olib kelamiz. Siz taklifni tayyorlab ko'ring. Endi shu bolalar maydonchasini quramiz va Ilhom Sadiqov aytgandek, dum xalaq oldi, bolalar maydonchasi chiroyli to'g'ridan keyin yo'q ketadi. Shuni ham inobatga olish kerak. Ana kompleksni qilganim, men shu yoshlikdan shu narsani bildim, yoshlik mahallari misolida. Men xassay dushmanman, spesial boraman, tekshiruvlar ertalab saqlanib turibdi. Men uchun kompleksni qilsak, odamlar o'zida ham bo'ladi. Lekin dum bir ahvol-ku, bu yoqqa chiroyli qo'ysak, men uchun bilan o'zim. Men shuncha kompleksni deb, men shu mahallani tanlagan shunga bo'lmasam, ana qo'yman, Yasaviy, G'alaba ularga yetib bormayapmiz. Shahar degan ma'nolar bor, o'zlik deganlar. Lekin ishonch oladigan bo'lsak borku, yig'ishib bo'lmayapti-da. Hozir. Shuni etap qilib, bizlar maslahat qilib kompleksni bo'lsak, mayli, imkoniyat vaqt yetib borguncha hammasini zamonaviy qilib olamiz. Hali bu ketayotgan hollar, 27-yilga o'tib Sifatli bo'yicha boshqaruv. E'tiborsiz taklifni tayyorlab qo'ying. Mana hisob-kitob bo'yicha ortib qoladi. Ortib qolgandan keyin aniqlamiz. Davomi ham bor, 27 yilga ham davom etadi. Bu yilga 9 milliard taklif, keyingiga ham 9 milliard. Bu faqat 2026-yilga o'zgargan taklifimiz. 27ga alohida tayyorlanadi, manzilga qo'yiladi. Unda yana kengashga qo'yib, ko'rib chiqiladi. Bolalar maydonchasini ko'rish kerak. 23 taga men hisoblayapman. O'zim ustida turdim. 8 milliard turist ko'p. Boshqa mahallalarga tortish mumkin.
avvaliga qilib bo'lgandan keyin uni bitta hujjatlar haqida qilsa bo'ladi. Keyin ishlaymiz. Jarayon siz orqada. Bu bolalar maydonchasi deyildi. Bizlar shu deymiz. Murodjon Komilov bolalar maydonchasi deyilgani bilan o'tdi. Faqat hozir ko'zimiz oldida bitta bolalar maydonchasi ko'zda turyapti, lekin bitta bolalar maydonchasining hududida 350 milliondan oshiq mablag' ko'zda tutilgan bir donasi uchun. Buni ichida workout bo'ladi, alohida sport maydonchasi bo'ladi, yonida bolalar maydonchasi bo'ladi. Bu zamonaviy bo'lgan. Faqat 350 dan bo'lganda 7 milliard pulimiz bo'ladi. 20 ta. Sen ketma. Bitta tarishmadi. Shu. Olib qoladi. Maydonchasi shu workoutga qurish loyihalarini sizlar tayyorlab berasizlar. Uni quruvchi yoki kim qanaqa tender asosida tanlanadimi yoki kimgadir zakaz bo'yicha zakazchi biz vazirligimiz bo'ladi. Belgilangan standartlar bo'yichada hammasi belgilangan standart qonun talablariga asosan amalga oshiriladi. Vazirligimiz tomonidan o'sha zakazchi vazirligimiz biz vazirligimiz tomonidan amalga oshiriladi. Chunki sifatiga e'tibor berish Chunki beradi ikkinchi savollarni tomlarni kapital remonti bo'yichada shunaqa domlar bordi. Kapital ta'mirga talabda tomlar. Bular bo'yicha yuzga yo'qmi? Tomlarga mablag' ajratilmadi. Bu ajratilgan mablag' faqat o'sha tutash qilib to'g'rilashtirish kerak. Texnik holatga sarflash mumkin emas bo'lgani uchun bolalarni keyingi bormiz. Yangi qabul qildim. 8-da yozilgan davosida. Yo'q, biz dasturni tayyorlaganmiz. Manzilli dasturlarimiz bor. Murodjon Komilov o'sha avvalroq bu narsadan dasturimiz tayyor. O'sha og'ir holatdagi tomlarimiz dasturi tayyor. Shakllantirib qo'yganmiz. Sizlardan kelib tushgan murojaatlar bor. Aholidan kelib tushgan. Sizlarga o'sha Alisher o'zlari ham bir nechta domlarni, uylarni tomlarni berganlar. Murodjon Komilov o'zlari ham o'sha og'ir holatdagi domlarni bizga har kun tashlab turadi. Biz ro'yxatini yuritib shakllantirib qo'yganmiz manzillisini. Keyingi yilga agar bo'lsa, shuni oldindan shakllantirib borishimiz So'z xalq deputatlari Chirchiq kengashining agrar qurilish kommunal sohalar, ekologiya, sanoat va transport masalalari bo'yicha doimiy komissiya raisi Alisher Abdullayev. Komissiyada ko'rib chiqdik, 8-qarorni hujjatlarni bo'limi birgalikda komissiya a'zolari bo'lib, bu proyektni tasdiqlashga ijozat berdi. Rahmat. Agar savollar, fikrlar bo'lmasa, mazkur qaror bo'yicha ovoz berish jarayoniga o'tsak. Rozilar, qarshilar, betaraflar yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Sessiya ishi bo'yicha axborot berish uchun so'z sessiya kotibi deputat Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Bugungi 7-chaqiriq xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 22-sessiyasida kengashga saylangan 24 nafar deputatlardan 21 nafarlari ishtirok etishdi. Ulardan uzrli sabablarga ko'ra 3 nafar deputatimiz sessiyada ishtirok eta olmadilar, lekin quorum yetarli bo'ldi. Sessiya ishida shahar hokimining tegishli o'rinbosarlari, kotibiyat mudirlari, shahar bo'lim va tashkilot rahbarlari hamda ommaviy axborot vositalari ishtirok etdilar. 7-chaqiriq xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 22-sessiyasini chaqirish to'g'risida kengash raisining 2026-yil 11-fevraldagi 2-10-150 KF 26-sonli farmoyishi 12-fevral kuni shahar kengashi deputatlari Telegram guruhiga kun tartibiga kiritilgan. Bugungi sessiyada 4 ta masala bo'yicha loyihalar hamda Alisher Abdullayevning o'sha bitta masalalari, ya'ni O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2026-yil 7-fevraldagi faqat 48-sonli
ko'p kvartirali uylarni boshqarish tizimini yanada takomillashtirish qo'shimcha chora tadbirlari to'g'risidagi qarorning Chirchiq shahrida amalga oshirilishi belgilangan manzilli ro'yxatini sessiya kun tartibiga qo'shimcha masala sifatida kiritish masalasi yuborilgan. Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining 22-sessiyasi kun tartibidagi masalalar to'liq ko'rib chiqildi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, barcha masalalar ko'rib chiqildi. Sessiyani olib borish bo'yicha takliflar bormi? Yo'q bo'lsa, shu bilan Xalq deputatlari Chirchiq shahar kengashining sessiyasini yopiq deb e'lon qilaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Assalomu alaykum.